Assalomu alaykum, hurmatli YouTube foydalanuvchilar. Demak, IDC kitobimiz ikkinchi qismini, ikkinchi mavzusini boshladik. Mavzu nomi ikkinchi va yuqori darajali tenglamalar sistemasi nomlanishi. Xo'p, demak, birinchi misolga e'tibor beradigan bo'lsak, tenglamalar sistemasini yeching deyilyapti. Nima ish qilamiz? Bu yerda hop, tenglamalarni yechganmiz. Faqat endi murakkabrog'i bo'ladi. Belgilash, kiritib ishlash, qo'shish, ayirish usullari, endi bu yerda qisqa ko'paytirish formulalari kerak bo'ladi. Demak, mana bu yergacha, ya'ni bugungi mavzugacha nima o'rgangan bo'lsak ishlatamiz. Xo'p, demak, belgilash usulidan ketadigan bo'lsak, mana bu yerdan x ni topib olsak, y bu yoqqa nima bo'lib o'tadi? Minus bo'lib o'tadi. 6 minus y ga keldim. Endi x ni o'rniga pastdagi tenglamaga 6 minus y qavsga olaman. X o'rniga keldi. Ko'paytirib nima turibdi? Y teng bo'ladi nimaga? 8 ga. Endi y ni ko'paytiraman bitta-bitta. 6 ga ko'paytirsam 6y minus y kvadrat teng 8 bo'ldi. Hammasini endi o'ng tomonga yig'sam y ning kvadrat ayru 6y qo'shuv 8 teng bo'ldi 0 ga. Y 1 ni qo'shaman, y 2 ga javobim chiqsin 6. V dan ketdi-ga. Y 1 ni ko'paytiraman. Y 2 ga 8 chiqsin. Hop. Y 1 4, y 2 2 deyilyapti. Qo'shsak 6, ko'paytirsak 8. Ana endi biz mana bu yerdan tayyor x topib qo'ydikmi? Ana endi y 1dagi qiymat 4 ni olib borsam, 6 dan 4 aytsam nima chiqadi? X birimiz demak 2 bo'ladi. X 2-mizchi? 2 olib kelsak 6 dan 2 ni aytsak 4. Demak, bizda javobda mana bunday holatda beradi. Ya'ni 2 4 va 4 2 deb. Hop. U ham bo'laveradi. Ha, bitta qiymat yozish ham mumkin. 2 4 yoki 4 2 degan qiymatlar bittasini yozib qo'yish ham mumkin. O'shani hisobi. Bizda vetda hozir bitta javob chiqsa bo'ldi. Farqi yo'q qaysi javob qanaqa bo'lishida. Endi bu yerda hozir farqi bo'ladi. Ko'ringlar, u ham bitta usul bo'laveradi. Vetga qo'yasiz, chiqqan javobni endi naborotga o'zgartirib va yozib qo'ysalar ham bo'laveradi. Faqat bir xilgi holatda chiqmay ham qolishi ham mumkin. Ha. Xo'p, 3-misol shunga o'xshash ekan, 2-3-chi. 4-misolni ko'ramiz. Xo'p, 2-, 3-misollar demak, 1-misolga o'xshagan ekan, ko'rmadik-da. 4-misolni ko'ryapmiz. X minus y teng ekan 3 ga, x y ning ko'paytmasi 10 ga teng ekan. Demak, bunday xuddi shunaqa belgilash kiritadigan bo'lsak, x ni topsak yaxshiroq bu yerda. Y dan ko'ra. Y topaman desam, bu yoqqa x o'tkazaman desam, minus y qoladi-da. Bizni noqulaylik tug'diradi-da minus. O'shaning uchun iloji boricha musbatga intilinglar. Shunda x ni qoldiradigan bo'lsak, tayyor x chiqadi. Y u tomonga o'tsa nima bo'lib o'tadi? Plus bo'lib o'tadi. 3 plus y. Ana endi x o'rniga nima olib kelaman? 3 plus y topib kelaman. Y ni ko'paytiramiz, tenglaymiz 10 ga. Y ni y ga ko'paytirsak y kvadrat, 3 ga ko'paytirsak plus 3y. 10 bu yoqqa o'tsa minus 10. Teng bo'ladi 0 ga. Y 1 ni qo'shaman y 2 ga, javobim chiqsin minus 3. Y 1 ni ko'paytiraman y 2 ga minus 10 chiqsin. Y 1imiz minus 5. Y 2imiz 2 ni o'zim. Xo'p, endi x ana tayyor topib qo'yilgan. Demak, minus 5 ni shuni olib keladigan bo'lsak, 3 dan 5 ayirsak, minus 2 chiqadi. Demak, x birimizning javobi minus 2 chiqdi. Endi 2 ni olib keladigan bo'lsak, 3 ga 2 ni qo'shsak 5. Ya'ni x 2imiz demak 5 chiqar ekan. Javob shunda nima bo'lyapti? Minus 2 minus 5 va 2 5. Pastga yozay. Ha, mana bundan 5 va 2. Shu javoblar ekan. Tushundikmi? 6-chisini ko'ryapman. X minus y teng bo'ladi 8 ga. X ning kvadrati minus y ning kvadrati teng bo'ladi 80 ga. Demak, mana shu formulani yaxshi bilib olsak, qolganlaridan ham keladi.
Telefoning yo'qmi? Qani? Qachon berib yubor? Ha, soat aytib turamiz. Ha, bu. Obed desa 11:45 bo'lgan bo'ladi. Laura. Hop. Tashqari ham juda sovuq emas. Ko'ring. Hop. 6-misolga qaytdik. X minus y da demak 8 ga tenglagan kvadratlarning yoyilmasi 80 ga tenglagan. Demak, mana bu formulani yoyadigan bo'lsak, x minus y, x plus y ajralamiz. Shu nimaga teng ekan? 80 ga. Minusligi bor, nechiga teng? 8 ga. Shu minuslikni o'rniga 8 olib kelsam bo'laveradimi? Endi tenglamani 8 ga bo'lib yuborsam, mana bu 8 ketadi-da, bu ham ketibdi, necha qoladi bunda? 10 qoladi. Demak, x plus y imiz teng bo'ldi 10 ga. Ana endi tepadagi tenglamada bor, ya'ni minusligi nechiga teng edi? 8 ga. Yana shuni pastga yozib olaylik. Sistema qilsak, qo'shsak 2x teng bo'ladi 18 ga, x teng bo'ladi 9 ga. 9 ga nimani qo'shsak 10. Demak, y teng ekan 1 ga. Shumi? Xo'p, demak javob 9 u 1. Javobga qarab tekshirib ketib turasizlar. Xo'sh, keyingisi 9-sini ko'raymi? Shuni plyusligi ekanda. Xo'p, 9 ham shunga o'xshash ekan. Demak, plyusligini o'rniga qiymat berasizlar, chiqib ketaverasizlar. 11-misol ko'ryapmiz. X plus y teng bo'ladi 6 ga. X ning kvadrati plus y ning kvadrati teng bo'ladi 20 ga. Xo'p, qisqa ko'paytirish formulasidan mavzuni o'tganmiz, xususiy holatda yozganmiz-da. Ya'ni x ning kvadrati plus y ning kvadrati nimaga kelishi kerak? Endi bizga nima berilishiga bog'liqda. Bizga plyusligi berilibdimi? Demak, x plus y ning qavs kvadrati minus 2x y desak bo'ladimi? Bu hozir o'rtadagi 2x y mana bular qisqarib ketadi-da, keyin yana o'z holatiga qaytib keladi. Shu nimaga teng? 20 ga teng. X plus y imiz nechaga teng? 6 ga teng. 6 ni olib kelsak, 6 ning kvadrati qaranglar. 20 bilan buni o'rnini almashtirsam bo'ladimi? Minus 20 teng 2x y bo'ladi. 36 dan 20 ni ayirsa 16. 16 ham bu tomon ham 2 ga bo'linsa x y teng chiqadi 8 ga. Hozir biz qaranglarda bu tenglamani ishlovdik, x y 8 ga tengligini ifodaladik. Mana bu ikkalasini alohida sistema qilib ishlasak, bu holatga kelib qolamizmi? Shu misol ekan. Hop, x plus y imiz teng ekan 6 ga, x ning y ga ko'paytmasi 8 ga teng. Demak, mana shu misolimizni davomi mana bu yerda. Javobni yozib qo'ya qolaymi? 2 4 va 4 2 degan javoblar chiqadi. Bu misol tushundingmi? Davomi tayyor ekan. Xo'p, 13-misolni ko'ryapman. X plus y ning qiymati 2 ga teng. X ning kvadrati plus y ning kvadrati minus 2x y teng bo'ladi 16 ga deyilyapti. Nima qilsak bo'ladi? Qisqa ko'paytirish x minus y ning qavs kvadrati. Hop. X plus y ning qavs kvadrati, ya'ni mana bu ifodani qaytarib beradigan ifoda yozyapman. Minus 2x y bo'ladi. Keyin o'rtadagi qisqarib ketib, mana bu holatga keladi. Davomida nima turibdi yana? Minus 2x y turibdi. Shu nimaga teng? 16 ga. X plus y yig'indisi 2 ga tengligi aniq. 2 ning kvadrati. Mana bu ikkala ifodani qo'shib olsak, minus 4x y bo'ladi. Teng 16 ga. Hop. O'rnini almashtirsak 16 bilan mayli. 2 ning kvadrati 4 ayru 16 teng 4x y. Bu yoq necha bo'ladi? Minus 12. 4 ga bo'lib yorsak, x y teng chiqadi minus 3 ga. Endi mana plyusligini olib kelib turib, nima qilaman? Yana bitta sistema ishlayveraman. Mana buni belgilashga ishlayvering. X teng bo'ladi nimaga? 2 minus y ga. Tepadagi tenglamaga olib kelsak, x o'rniga 2 minus y ko'paytirilgan y teng bo'ladi minus 3 ga. Ko'paytirib narigi tomonga o'tkazib yozyapman, bu yerda. Minus y kvadrat bo'lib, aqqa o'tsa y kvadrat bo'ladi. 2y u yoqqa o'tsa minus 2y.
Va bu tomonda minus 3 ham bor edi. Teng 0. Y1 ni qo'shaman Y2 ga javobim chiqsin 2. Y1 ni ko'paytiraman Y2 ga javobim chiqsin minus 3. 3 bilan minus 1. 3 bilan minus 1 degan hisob chiqadi. Demak, x'imiz mana bu yerda tayyor bo'lib turganmiz. 3 topib kelsak, 2 dan 3 ayirsak. X1imiz minus 1 chiqadi. X2imiz minus 1 topib kelsak, 2 ta minus plus bo'lib turib, 2 ga 1 qo'shsak 3 chiqadi. Demak, minus 1 3 va 3 minus 1 degan javoblar bo'lyapti. Mana formulani deysizmi? Belgilashga kiritsa bo'ladi. Ha. Hozir shuni gapirmoqchi edim. Bu birinchi usul deb turing, bo'lmasa ikkinchi usulda ham ishlab beraman. Yana bitta bu formulaga kelib qolamizda, formula bilishingizga to'g'ri kelib qoladi yana qisqa ko'paytirish bo'lmasa. Ha, men ham shuni aytyapman. X toplasangiz nima bo'ladi? 2 minus y bo'ladimi? Mana bu yerga olib kelasizmi? 2 minus y qavs tashqarisi kvadrati deb yozamiz. Ya'ni x o'rniga keldi. Y kvadrat yoziladi. Minus 2 x qavsda yo'q. Y deb yozsak. X to o'rniga yana mana bu narsa kelyapti. 2 minus y. Qavs bekitaman teng 16 ga. Bo'laveradi shu usul. Endi baribir mana qisqa ko'paytirishga kelyapsiz endi. A minus b ni qavs kvadrati degan formulani bilishingiz kerak. Bilasizmi? A kvadrat minus 2ab plus b kvadrat degan formulaga keladi. Yani shu formuladan foydalanib olsak, 2 ni kvadrat 4 minus 2 langandan 2 4 y plus y kvadrat. Yonidagini yozyapti. Y kvadrat ko'paytirsak minus 4 y plus 2 y kvadrat teng bo'ladi 16 ga. Shunda y kvadratlar 4 topib qolyapti. Hop, 4 ta y kvadrat minus 4 y ga minus 4 y minus 8 y 4 ga mana 16 minus bo'lsa minus 12 teng bo'ldimi? 4 ga bo'lib yuborsak y kvadrat minus 2y minus 3 teng 0 degan tenglamaga kelib qolamizmi? Ikkinchi usul bu. Bu yog'i mana ishlanish. Tushundingmi? Baribir bu yerdan chiqdi. Xo'p, mana bu yerda tenglamada y chiqqandan keyin mana 3 minus olib kelganingizda yana bu yerga olib kelasiz. Baribir ham hozir bu yerda xuddi shunaqa ishladik, mana x. Bular men ham shunaqa qilib ishlaganman. Keyin to'xta boshqacha usulda ham ishlab ko'ray deb turib bu usulga ketdim. Bu ikkinchi usul bo'ladi. Xo'sh. Buni javobi chiqdi. 13-misol. Keyingisi 15 ni ko'ryapman. 15. 15 dan nima deyilyapti? X minus y teng bo'ladi deyapti 6 ga. X ning kvadrati plus y ning kvadrati plus 2xy teng bo'ladi 16 ga. Sistema. Bunda shu ikkinchi usulda ishlaylik. Mana bunga o'xshagan misollarga faqat belgilash kiritib ishlaylik. Mana bu yerdan x topib olsak nima bo'ladi? 6 plus y bo'ladimi? Endi pastki tenglamaga x ni o'rniga mana bu ifodalarni olib kelib yozaman. Ha? Qo'y. Telefon. Yo'qmi? X o'rniga olamiz. 6 plus y. Svet o'chdimi? O'chirishdim. Plus y kvadrat plus 2 mana bu y ni birinchi yozib olsam bo'laveradi. Keyin x o'rniga 6 plus y yozamiz. Teng nechiga? 16 ga. Shuni yo'qishni so'raysiz. Svet o'chdimi? Yoqib qo'ydik. To'la yoqib tursa yaxshi bo'ladi. Uzrlik. Mana SMKga. Hop. Formula bo'yicha ochamiz. 36 plus o'rtadagi ikkilanganligi bilan mana 6 12 y bo'lyapti. Plus oxirida y ning kvadrati. Plus y kvadrat plus ko'paytirsak 12 y, buni ko'paytirsak 2 y ning kvadrati. Minus 16 teng 0. Sergey o'tiribsiz. Y kvadratlar
y kvadratlar qo'shilib ketsa 4 ta y kvadrat hop plus 24 y aniqmi? Keyin 36 dan 16 ni ayirib yuborsak plus 20 bo'ladimi? Teng 0 bo'lamiz 4 ga. Hammasi 4 ga bo'linganligi uchun. Shunda y kvadrat plus 6y plus 5 ga kelamiz teng 0. To'g'rimi? y1 ni qo'shaman y2 ga javobim chiqsin -6, y1 ni ko'paytiraman y2 ga javobim chiqsin 5. Sistema. Necha bilan necha? -3 -6 -3. Yo'q, tushmaydi. Qo'shsak -6, ko'paytirsak 5. -5 -1. -5 -1. To'g'ri. Sizlarga da tushadi, bitta tushmaydi. -5 -1 deyapsiz. y1 va y2 chiqdimi? Mana bu yerdan x topib qo'yganmidik. Shu yerga -5 ni olib kelsam 6 dan 5 ta bersam, x teng 1 chiqadimi? Ya'ni x birimiz 1. Endi bu yerga -1 ni olib kelsak, 6 dan 1 desak, x 2 teng chiqadi 5. Demak, javob 1 u -5 va 5 u -1. Tushundikmi? Hop, keyingi misolga o'tamiz. Yozib olsalaring. Hop, ketdi bo'lmasa 18-misol. Sharti ishlangda shu. Aha, tayyor qaranglar, y ni belgilash qilib berib qo'yibdi. Ya'ni x orqali belgilab qo'yibdi. Ikkinchi tenglamaga y ni o'rniga mana bu ifodani olib kelaman. X ning kvadrati bo'ladi, to'g'ri? Mana bu 4y bu yoqqa o'tsa -4y bo'lib o'tarmidi? Y ni o'rniga x plus 6 yozib ketyapman, birato'la. Plus 3 teng 0. Endi x kvadrat yozamiz. -4 ko'paytirsak -4x, -4 ni plus 6 ga ko'paytirsak -24 ga 3 qo'ysak teng bo'ladi 0 ga. x1 ni qo'shaman x2 ga javobim chiqsin 4. x1 ni ko'paytiraman x2 ga javobim chiqsin -21. x1 imiz 7 bo'ladi, x2 imiz -3 bo'ladi. Ana endi y topalamizmi tayyor? Mana bu tenglama. 7 ni olib kelsam 6 ni qo'shsam y1 chiqadi necha? 13. -3 ni olib kelsam +3 chiqadi va bu y2 bo'ladi. Demak, 7 u 13 -3 u 3 degan javoblar bo'lyapti. Tushundingmi? Hop, 20-ni ko'ryapman. 20-sida aytayaptiki, x minus 2y teng bo'ladi 1 ga. 3x plus y ning kvadrati teng bo'ladi 10 ga. Sistema. Hop, bu yerda ham belgilash ketsak. Qaranglar-da. Mana shu tenglamadan x ni topish osonroqmi yo y ni? Otabek? X topish osonroq, chunki oldida koeffitsient yo'q va shu yerda qolsa musbat bo'ladi. Aha. -2y u yoqqa o'tsak, x teng bo'ladi 1 plus 2y kam. Ana endi ikkinchi tenglama x o'rniga mana bu ifodani olib kelaman. 3 qavsda 1 plus 2y. Qavs bekitamiz plus y ning kvadrati teng bo'ladi 10 ga. Tushundingmi? Hop, endi 3 ni ko'paytiradigan bo'lsak, hadma. 3. Mana buni yozib olagan. Keyin mana bunga ko'paytirsak 6y bo'ladi-da, o'rtaga yozib. Plus 3 mana bu 10 minus bo'lsa, -7 qilib qo'yamiz. Hamma tushundimi hozir shu holatga? Vet qo'shsak -6. Ko'paytirsak y birimiz -7, y2 imiz 1 desak bo'laveradi. Mana bu yerda tayyor x topilgan. -7 ni olib kelaman. 2 kere -7 -14, 1 dan 14 ayirsak -13. X birimiz chiqyapti -13 ga. Hop, 1 olib kelsak 2 kere 1 2, 1 ga qo'shsak 3. X 2 imiz chiqyapti 3. Demak, javob -7 u qanaqa -7? -13 u -7. -13 u -7 3 u 1. Ya'ni x ning birinchi qiymati yozildi, keyin y ga. 20-misol. Dan keyin 21 ni ko'ramiz. 21 dan 25 gacha tenglamalar sistemasining butun yechimlarini toping debdi. Hop, 21-misolni ko'ryapmiz bo'lmasa. X ning kvadrati plus x y plus 3 teng bo'ladi 0 ga. Y minus 3x minus 2 teng bo'ladi 0 ga. Sistema. Hop. Pastdagi tenglamadan
ha, belgilashtirsak 3x borku, -3x yo'q bo'lsa plus bo'ladimi? -2 bo'lsa ham +2 bo'ladi. Ana endi tepadagi tenglamaga y to'yib mana bu ifodani olib x ning kvadrati plus x, y ni o'rniga mana bu ifoda kelyapti. 3x plus 2 qavs bekitaman +3 teng bo'ladi 0 ga. X kvadrat mana bu qo'shilsa, ko'paysa 3x kvadrat bunga qo'shilsa 4x kvadrat bo'ladimi? Ko'paytirsak plus 2x plus 3 teng 0. Diskriminant. Diskriminantdan kichik chiqadi. 2 ning kvadrati 4 ayru 4 4 4 3 bo'ladimi? Javobda ham bo'sh to'plam. Diskriminant 0 dan kichik chiqqanligi uchun javob bo'sh to'plam. Ya'ni bu degan x ning qiymati chiqmaydi. X ning qiymati chiqmadimi? Demak, y ning ham qiymati chiqmaydi. Nimaga? Y ni x orqali ifodalab qo'yganmiz-da. Tushundingmi? Yaxshi. Keyingi misolga o'tyapmiz. Necha? 22 ga ko'rak, 22 ni ko'rak. 22 nimcha boshqacharoq. Y ning kvadrati 22 da. Y ning kvadrati ayru x ning kvadrati teng bo'ladi 16 ga. X ni y ga qo'shadigan bo'lsak 8 chiqishi kerak ekan. Ha? Qaranglar, y minus x bitta qavsda, keyingi qavsda y plus x bo'ladi. To'g'rimi? Formula bo'yicha ochilyapti. Shu y plus x ni aylantirib yozsam bo'laveradimi? Plus ku baribir. X plus y teng bo'ladi nimaga? 16 ga. Hop, qaranglar. Y minus x, ha? Y plus x bo'lgan edi, men nima qildim? O'rnini almashtirdim. Ikkalasi ham plus ku, to'g'rimi? Nimaga desam, mana bunga o'xshashini ko'rishlaring uchun. Pastda shu x plus y imiz nechaga teng deb qo'ydi? 8 ga. Shuni o'rniga 8 olib kelsam, y minus x 8 bu yoqqa bo'lishib bo'lsa 16 8 ga bo'lsak tengni ichiga 2 ga bo'lib qoladi. Bizda plusniki nechaga teng? X plus y imiz 8 ga teng. Shunaqami? Sistema qo'shib yorsak x lar ketadimi? 2 y teng bo'lib qoladi nechaga? 10 ga. Y teng chiqadi 5 ga. Xo'p, xohlagan tenglamangizni x toping. Mana bu yerdan olsak, 5 bu yoqqa minus bo'lsa x teng 3 chiqyapti. Demak, javob 3 u 5 deyapti. To'g'rimi javobda? Xo'p, 23-misolni ko'ryapman. Qisqacha qiynalamiz. 23. X plus 3y mahrajda y minus 1 minus y minus x pastda 2x teng bo'ladi 2 ga. Pastda y minus x teng bo'ladi 4 ga. Sistema. Xo'sh, birinchi qiladigan ishimiz nima bu yerda? Gap yo'q, aniqlanishni so'g'a topamiz. Ya'ni mahrajda noma'lum keldim, aniqlanishni so'g'a olamiz. Mana bu yerda y minus 1imiz nima bo'lmasligi kerak? 0 ga teng bo'lmasligi kerak. 2x imiz ham 0 ga teng bo'lmasligi kerak, to'g'rimi? Shunda kelib chiqadi y teng bo'lmasligi kerak 1 ga, ya'ni minus 1 bu yoq bo'lsa. Lekin bo'lib yorsak x teng bo'lmasligi kerak 0 ga degan ifodalar chiqadi. Agar javobimiz shulardan biri chiqib qoladigan bo'lsa, olmay ketamiz. Xo'p, endi ishlab ketamiz. Bu yerdan belgilash kiritadigan bo'lsak, y teng bo'ladi 4 plus x ga minus x ni bu yoqqa o'tkazdim. Plus bo'ldi. Y o'rniga yozdik. Ruchkani tashlab. Xo'p, endi x turibdi joyida plus 3 y ni o'rniga nima yozaman? 4 plus x yozaman. Qavs bekitamiz. Pastda y ni o'rniga yana nima yozyapmiz? 4 plus x ayru necha turibdi? 1 turibdi. Ayru y ni o'rniga yana necha yozamiz? 4 plus x minus x pastda 2x teng bo'ladi 2 ga. Hisob kitob. 3 ga mana x ko'paytiramiz-ku. 3x bo'ladi, mana bu x bilan 4x ni beradimi? 3 kere 4 12. Pastda x birinchi yozib oldim. 4 dan 1 ni ayirsam plus 3. Minus nima bo'ladi? X lar ketadi-da, 4 taqsim 2x, 4 bilan 2 ketadi-da, bunda 2 qoladi. 2 taqsim x qolyapti. Teng bo'ladi shu 2 ga. Tepadan 4 ni chiqarib olsak bo'ladimi? Keling, shu turgan joyda chiqarak. Mana bu 12 nechiga aylanib qoladi? 3 ga aylanib qoladi. X plus 3 lar ketyapti. Necha qoldi? 4. 4 bilan joyda tursin mana 4. Mana bu minus 2 taqsim x bor-ku. 2 bilan almashtirak joyini.
minus 2 teng 2 taqsim x bo'ladimi? Mana bu javob necha chiqadi? 2. Keyin 2 bilan x o'rnidan almashtirsak x teng 1 chiqadi. Tushundikmi? X'imiz 1 chiqdi. Mana bu yerda aniqlanishi yo'q, buni aniqlanishi yo'qmi? Demak, olsak bo'laveradi. Endi y ni topib qo'yishimiz kerak. Mana bu yerga 1 toping, 4 ga qo'shsak 5. Demak, y teng ekan 5 ga. Javobimiz 1 va 5. Mana shu javob bo'lyapti. Tushundikmi? Hop, 25 ni ko'rsak. Bu ham shunga o'xshash ekan-a? Belgilash. Pastdagi tenglamadan y ni topib turib, tepaga olib borsalaring, chiqaveradi. 26 dan 35 esa tenglamalar sistemasining barcha ildizlari yig'indisini toping deyapti. Endi ildizlarni topib qo'shib qo'yishimiz kerak. 26 ni ko'ryapman. 26 da x ning kvadrati plus 4y ning kvadrati teng bo'ladi 37 ga. X plus y teng bo'ladi 4 ga. Xo'sh. Yana belgilash bo'lyapti. Abdulvoz, pastdan x topasak bo'ladimi? Aha, 4 minus y bo'ladi. Tepadagi tenglamaga x o'rniga 4 minus y ni olib kelaman. Kvadrati plus 4y ning kvadrati. Mana bu 37 bu yoqqa o'tsin. Teng 0 qoldimi? Formula bo'yicha ochamiz. 16 Xo'p. Y kvadratlab qo'shsak 5y kvadrat beradi. Bunga sherik yo'q. O'zi yoziladi. Minus 37 ga 16 plus 16. Necha bo'ladi? Minus 21 bo'ladi. Teng 0 ga. Diskriminant. 64 plus 4 ko'paytirib 5 ko'paytirib 21. 22 chiqadi. Xo'p, shunda y1 8 mana bu kelyapti. Plus 8 bu. Bir marta ayiryapmiz. 2 ko'paytirilgan mana bu 5 ga. Teng. 8 dan 22 ni ayirsak. Minus 14 pastda 2 ko'paytirib 5 da mana 2 bilan ketsa 7 qoladi. Minus 7 taqsim 5 yoki minus 1/4 desak bo'laveradi. Endi y2 ni topadigan bo'lsak, endi qo'shilgan varianti bo'ladimi shuni? Pasti 2 kere 5. Tepasi 30, pasti 10 bo'lib qolyapti. 30 10 ga bo'lsak 3 chiqyapti. Ana endi x1 ni topadigan bo'lsak, mana bu tenglamadan. Mana minus 7 taqsim 5 imiz kelsa, ikkita minus nima bo'lib qoladi? Plus bo'lib turib 4/7 taqsim 5 chiqadimi? Shuni 4 ni oldiga olib kelib qo'ysak. 5 endi x2 mizchi? x2 1 chiqadi, 4dan 3 ayirsak 1 chiqadi. Demak, bizdan nimani so'radi? Yechimlarning yig'indisi, ildizdan yig'indisi so'ramadi. Qo'shamiz bo'lmasa. y1 plus y2 plus x1 plus x2. Ya'ni hammasini qo'shib o'ryapman. y1 ni o'rnida necha yozaman? Minus 7 taqsim 5. y2 ni o'rnida plus 3. x1 ni o'rnida 4/7 taqsim 5. Shuni bunday yozsam bo'ladimi? 4 plus 7 taqsim 5 deb yozsam bo'ladimi? Keyin plus 1. 7 taqsim 5 ga ketsa, javob 8 chiqyapti. Demak, ildizlarning yig'indisi 8 ga teng. Tushundikmi? 26 tamom bo'ldi. 27 o'xshash, 28 o'xshash, 29 o'xshash, 30 o'xshash va 31 ni ko'ryapman. Mana bu yerga 31 ni ko'ryapman. Xo'p, shunda nima deyapti? X minus 5 va y minus 3 teng bo'ladi 0 ga. X minus 8 y plus 2 teng bo'ladi. Bu ham 0 ga. Sistema. Ha, shuni qilsak bo'laveradi. Xo'p, qaranglar. Demak, bu ifoda 0 ga teng bo'lishi uchun har bitta qavs alohida 0 ga teng bo'lishi kerak. To'g'rimi? Shunda, mana bu x minus 5 0 ga tenglanyapti va y minus 3 ham 0 ga tenglanyapti. Shunda x teng chiqadi bunda 5, y teng chiqadi 3. Mana bu
x minus 8 0 ga tenglanyapti pastdagida. Y plus 2 tenglanyapti 0 ga. X teng chiqadi 8, y teng chiqadi minus 2. Endi qaranglarda bitta tenglamadan va x y topdik-ku. Bitta tenglamadan. Mana bu birinchi javob bo'lsa, bu birinchi javob bo'la olmaydi. Sababini qaranglar. X ga 5 olib kelsak, bayratda 0 qiladi. Y ni olib keladigan bo'lsak, mana bu qiymat. Bu yerda ham 0 qilib qo'yadi-da. Pastga olib kelsak, hech qaysi 0 qilib bermaydi. Mana 5 dan 8 desak minus 3. Ha, y o'rniga 3 olib keladigan bo'lsak 5. Bu 0 ga aylanmay qoladi. Demak, mana bu javob bilan mana bu javob o'rinli bo'ladi. Ya'ni bu sherik bo'ladi. Bu x1 bo'lsa, bunimiz y1 bo'ladi. Bu x2 bo'lsa, mana bu y2 bo'ladi. Tepadagi. Tushundingmi? Nimaga desalar, mana 5 ni olib borganimizda y2 minus 2 olib kerak. Bu yoqda mana bu yerda x'imiz 0 qilsa, minus 2 pastni 0 qilib beradi-da. O'shanda keyin qanoatlanib turaveradi. Bizda ildizlar yig'indisini so'ragan. Demak, bular qo'shamiz. X1 qo'shilgan x2 qo'shilgan y1 qo'shilgan y2. Demak, x1imizning javobimiz 5, x2 8, y1 minus 2 plus 3. Demak, javob 14 ekan. Tushuntira oldimmi? Yozib olamiz, keyingi misollarga o'tdik. 33-misol. Demak, mana bu ikkita tenglamamiz teng 0 ga ekanligi ma'lum bo'lsa, bizni ildizlarning yig'indisini so'ragan, tenglama sistemasi barcha ildizlar yig'indisini toping. Ular alohida 0 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni x minus 2 teng bo'lishi kerak 0 ga, x plus 3 teng bo'lishi kerak 0 ga, y minus 5 teng bo'lishi kerak 0 ga. Shunda, tepadagi har bitta qavs uchun 0 ga tenglanadi. Shunda bu yoqqa o'tsa x teng bo'ladi 2, x teng bo'ladi minus 3, y teng bo'ladi 5. Sistema. Endi pastdagi tenglamalarni alohida 0 ga tenglasak. Nima bo'ladi? Y teng bo'ladi 7 ga, y teng bo'ladi minus 3 ga, x teng bo'ladi 5 ga. Demak, sheriga olishda qaranglar. Mana bu x1, bu y2 deb x1 y1 deyish uchun ikkalasini ham qiymatini olib borganimizni qanoatlantirish kerak. Ya'ni x o'rniga 2 berdingizmi? Tepani 0 qilib beradi, to'g'ri. Pastga olib kelsangiz 0 qilib bermaydi. Demak, nima bo'lishi kerak? Mana bu ikkala qavsning bittasi 0 bo'lishi kerak. Bu 0 bo'lishi uchun x2 bo'lganda y necha bo'lishi kerak? Hatyobi bittasi 7 bo'lishi kerak. Yoki minus 3 bo'lishi kerak, to'g'rimi? Ikkalovidan bittasi. Endi x minus 3 bo'lganda tepani 0 qilib beradi, to'g'ri? Endi pastga olib kelsak 0 qilib bermaydi. Keyingi sherigi necha bo'lishi kerak? 7 yoki minus 3. Demak, bunga sherik buni desak, ha? Mana bunga sherik bunisi bilan. Hop, endi y ga 5 olib kelsak, tepani 0 qilib beradi. X ga 5 olib kelib hisoblasak 0 qilib bermaydi. Faqat nima qilish kerak? Y ni 5 olsak, bu yerda ham 0 qilib bermaydi. Mahrajda x da 5 10 olib kelsak, bu yerda 0 qilib beradi, shundan 0 chiqadi. Demak, bu ikkalasi bilan mana bu sherikda. Tushunyapsizmi? 2 bilan necha sherik bo'ldi? 7 sherik bo'ldi. Yanachi? Minus 3 bilan minus 3. Yanachi? Nuqtali virgul urib. 5 bilan 5. Hop, qaranglar. 2 bilan minus 3 ni olsak bo'lmaymi? Bo'ladimi? Hisoblab ko'raylik-chi. 0 qilib beryapti. 0 qilib beryapti. Pastni tepani. Demak, bu ham javobga kiradi. To'g'rimi? Endi minus 3 bilan 7-chi. Minus 3 bilan 7 tepani 0 qilib beradi. Y ga 7 olib kelsak, pastga 0 qilib beradi. Minus 3 bilan 7 ni ham sherik qilsak bo'ladi. Endi chiqadi-ku. Yana qaysi bilan sherik qilsak bo'ladi? Hop, qaranglar. Bitta ketaylik, shunda adashmaymiz. X ga sherik bo'lishi uchun y mana bu yerda 2 ni olib kelsak, tepani 0 qildi. Pastni 0 qilib bermaydi. Demak, y ga bog'liq bo'lyapti. Y ni 0 qilib beradigan qiymatlar qaysi? Minus 3 bilan necha? 7. Ikkalasini ham oldim, ha? Bo'ldi. Demak, x ga 2 deganda
ikkita javob chiqdi. Buni endi ishlatmayman. Hop, x ga -3 ga teng bo'lganda tepani 0 qilib beradi. Bu yoqqa olib kelsakchi 0 qilib bermaydi. Demak, bular 0 chiqishi sababi mana bu y lar bo'lib qoladi. Endi -3 u necha deyishim mumkin? 7 deyishim mumkin. -3 u 7 yozdim. -3 u -3 bo'lishi mumkin. Buni ham yozibman. Endi mana bu x'imiz 5 bo'lganda tepanimiz pastni 0 qilib beradi. Endi bu yerga olib kelsak 0 bo'lmaydi, 0 bo'lmaydi. Demak, mana bu 0 qilib beradigan bitta sabab y -5 da. Y ga necha bersak? 5 bersakgina shunda 0 qiladi. Demak, yechimi shu ekan. Endi bularni yig'indisini so'ragan, qo'shamiz. 2 qo'shilgan 7 qo'shilgan -3 qo'shilgan yana -3 qo'shilgan 5 qo'shilgan 5 qo'shilgan 2 qo'shilgan -3 qo'shilgan yana -3 qo'shilgan 7 teng. Hop, 9 19 21 28 -12 teng 16. Keyingi misolga o'tdik. Bir xilda ishlab ketib qoladi-da. 34 ni ko'ryapman. 34 ni ko'ryapman. Hop, qavs ichida x -5 buning kvadrati mahrajda y -3. Bu teng ekan 0 ga. Hop, suratda y -3 buning kvadrati mahrajda x -5. Bu ham teng ekan 0 ga. Demak, sistemani yechimini topishimizni so'rayapti. Hop, aniqlanish soha olamiz birinchi o'rinda. Aniqlanish soha. Nima qilamiz? Mahraj noma'lum kelsa 0 ga teng emas qilib ishlab qo'yamiz. Shunda mana y -3 0 ga teng emas qilib ishlasak, y teng emas 3 ligiga kelib chiqadi. Hop, keyingisidachi x teng emas 5 ligiga kelib chiqadi aniqlanish soha. Ana endi ishlab ketamiz. Hop, bular 0 chiqishi sababi surat 0 chiqsa keyin javob 0 chiqadi. 0 har qanday songa bo'lsa keyin nima chiqadi? 0. Demak, surat 0 bo'lishi kerak-da. Demak, 0 ning kvadrati ham baribir 0. Demak, ichkari 0 bo'lishi kerak. Shunda x -5 teng bo'ladi nimaga? 0 ga. Endi shunda x teng bo'ladi 5 ga. Pastda oladigan bo'lsa, y -3 0 bo'lishi kerakmi? Bu 0 bo'lish. Demak, buni ham ishlaydigan bo'lsak, y teng 3. Ne qarasam, aniqlanish soha nima bo'ldi? 5 x ni 5 olma, y ni 3 dema. Bu ham kirmaydi, bu ham kirmaydi. Demak, javob bo'sh to'plam bo'lyapti. Tushundikmi? Hop, keyingi misolga o'tyapmiz. Xo'sh. 35 da ishlasalaring bo'ladi. Shunga o'xshagan ekan. 36 ni ko'ryapman. 36 da tenglamani yeching deyapti. Hop, x -2 buning kvadrati plus y + 5 bu ham kvadrati teng bo'ladi 0 ga. Shunga o'xshagan misol ko'rdikmi? Qayerdadir? Qaysidir mavzuda keldi? Adashmasam shunaqa. Hop, demak, qaysidir sonning kvadratlarining yig'indisi 0 bo'lsa, demak, bular har bitta qavsimiz 0 bo'lgan. To'g'rimi? 0 ning kvadratlari yig'indisi 0 chiqadi. Demak, shunda x -2 teng bo'lgan 0 ga, y + 5 teng bo'lgan 0 ga. Shunda x teng chiqadi 2, y teng chiqadi -5. Demak, javob 2 u -5 degan javob bo'ladi. Qiyin emasmi? Hop, qiyin bo'lmasa turinglar, 39 ni ko'ryapman. 3x -6 ning 4-chisi plus qavsda y -5 ning 4-chisi teng bo'ladi 0 ga. Bu 4-darajali ildizli ekan. Anaqa ekan, qavsli ekan. Biz hozir kvadratligini ko'rdikmi? Bu ham xuddi shunaqa. Demak, bularning yig'indisi 0 ga teng bo'lsa, demak, har bittasi uchun 0 chiqadi. Nimaga? Mana bu juft darajada hech qachon buni manfiy qilib chiqarib beraman. Ya'ni qarama-qarshi sonlar bo'lishi mumkin emas bular. O'shaning hisobiga bular demak har bittasi qavsda uchun 0 deb olamiz. Hop, 3x -6 miz 0 ga teng qilib ishlaymiz. Y -5 ni ham 0 ga teng qilib ishlaymiz. Shunda x teng chiqadi 2 ga. -6 o'tdi 3 ga bo'ldi. Y teng 5. Bir xilmi? Necha boshqacha ekan? 2 u 5.
39dan keyin 41ni ko'ryapman. 41dan 50gacha tenglamalar sistemasining butun yechimlarini toping degani. Butun yechimlari. Hop, x plus y sekin bolalar bu yog'i murakkablashyapti. E'tibor berib o'tirasizlar. 1 taqsim x plus 1 taqsim y teng bo'ladi 1 ga. Sistema. Nima topamiz birinchi o'rinda? X ham Y ham nolga teng bo'ladi. Hop. Aniqlanish soha. Mana bu yerga yozyapman. Aniqlanish soha. Xolasalar shuni deb yozing, xolasalar dx deb yozinglar. Dx degani ham aniqlanish soha. Nima bo'lmaslik kerak? X va y ning javoblari 0 bo'lmaslik kerak. Birato'la ikkalasini yozdim, virgul qilib. Endi ishlaymiz. Hozir umumiy mahraj beramizmi bunga? Astoy tenglamaga. Y bunga ko'payadi, x bunga ko'payadi. O'rnida shuni almashtirib yozsam, x plus y taqsim x y bo'lib qoladi. Tenglamaga 1 ga. Endi yig'inda nechiga tengaydi? 4 ga ham 4 olib kelamiz. X y bilan 1 ni o'rnini proporsiya qilib almashtirsak, x y teng chiqib qoladi nimaga? 4 ga. Tepadagi tenglamani yana sherik qilib turib bitta sistema ishlab qo'yaman. Bunaqa sistemani ishladiga qanday qilib ishladik? Tanlab topsagan bo'ladi. Atak belgilash qilsa, ya x teng nima bo'ladi? 4 minus y bo'ladi. Endi tepadagi tenglamaga x o'rniga olib kelsam, mana bu yerga yozyapman. 4 minus y qavs ichida ko'paytirilgan y teng nechiga? 4 ga. Ko'paytirsak, minus y kvadrat bo'ladimi? U yoqqa o'tsa-chi? Y kvadrat. Bunga ko'paysa 4y, narigi tomonga o'tsa minus 4y. Bu tomonda nechi bor edi? Plus 4 bor edi. Bu tomonda hech bo'la qolmadi 0. Prosta tenglamani aylantirib yozdim. Xo'p, demak bu y minus 2 ning qavs kvadrati bo'lgan. To'g'rimi? Demak, ichkarisini o'zi 0 ga teng bo'lgan deymizda, y teng 2 chiqadi. To'g'ri, o'ylab topsagan bo'lar ekan. Endi shuni 2 ni olib kelamiz. 4 ni 2 ni ayirsak, 2. X teng ham chiqyapti 2 ga. Demak, javob 2 2. Javob to'g'rimi? Tekshiryapsizlarmi? Hop. 42 shuni minusligi ekan, ko'raverasizlar. X y qiymatini beribdi bu yerda endi. Hozir ko'ramiz. 46 ni ko'ramiz. Xo'p, 46-misol. X teng bo'ladi y ning kvadratiga, y teng bo'ladi x ning kvadratiga. Sistemani yeching. Xo'p, qaraymiz. Aytib qo'yibdi, y nimaga teng deb qo'yibdi? X kvadratgami? Tepadagi y ning o'rniga x kvadrat olib kelsam, buni nimasi turibdi yana? Kvadrat turibdi. X ni bu yoqqa o'tkazsam, x ning 4-chi ayirib x bo'lib qoladi. Shu nimaga teng bo'lib qoladi endi? 0 ga. X ni qavsdan tashqariga chiqaraman. Ichkarida x kub minus 1 qoladimi? Bular 0 bo'lishi uchun x ni alohida 0 ga tenglash kerak. Keyin x kub minus 1 ni alohida 0 ga tenglash kerak. X teng chiqadi, x kub teng chiqadi, minus 1 bu yoqqa o'tsa 1. Kubinchiligiga kirgizib olsak, x teng chiqadi 1 ga. Demak, bu birinchi javob. Bunisi ikkinchi javob. Demak, x topadigan bo'lsak, y deganim olib kelamiz x o'rniga 0, 0 ni kvadrat. 0. Demak, y birimiz nima chiqqan? 0 chiqqan. X o'rniga endi 1 olib kelsak, 1 ni kvadrati 1. Y teng chiqqan, ya'ni y 2miz, bu ham 1. Demak, javob 0 u 0, 1 u 1. Haqiqatdan x va y o'rniga 0 olib keling, bir xil chiqadi. 1 olib kelsangiz ham bir xil chiqaveradi. Tushundikmi? Xo'sh, 46 dan keyin 49 ni ko'ryapman. X ning kvadrati y ning kubi teng bo'ladi 9 ga. X ning kubi y ning kvadrati teng bo'ladi 27 ga. Sistema. Maqsak bo'ladi.
Tushuning uchun nima qilish kerak? Agar x kvadrat bo'lib ketsa, Mana bitta ish qilik. Bo'lib yuborsam bo'ladimi? Ya'ni x ning kvadrati y kub taqsim x ning kubi y kvadrat teng bo'ladi 9 taqsim 27 ga. Tepadagi tenglamani pastdagi tenglamaga bo'ldi. Shunga, hop qaranglar. Shunda mana bu x ning kvadrati bilan mana x kubi ketadi, bitta x qoladi. Y kvadrati bilan mana kubi ketadi, bitta y qoladi. Demak, y taqsim x teng bo'ladi 9 bilan 27 qisqarsa 1 taqsim 3 bu. Proporsiya qilsam 3 bu yoqqa ko'payadi. X bu yoqqa ko'paysa x teng bo'lib qoladi 3y ga. Demak, bitta x'imiz 3 ta y ning javobiga teng ekan. Ana endi belgilash kiritdik mana. Tayyor. Xohlagan tenglamamizga x o'rniga 3y olib boramiz. Ya'ni tepadagiga olib boraman. X o'rniga 3y olib kelsam, 3y ning kvadrati ko'paytiruv nima turibdi? Y ning kubi turibdimi? Teng 9 ga. Hop, qavs ocharsam 9y ning kvadrati ko'paytiruv y kub teng bo'ladi 9 ga. 9 ga bo'linib yuborilsa tenglama. Y ning 5-si teng bo'lib qoladi 1 ga. Demak, y teng chiqadi 1 ga. X teng chiqadi 1 kere 3, 3 bo'lib turib, mana bu javob chiqadi. Shunga 3 u 1. y taqsim x dan bo'lsa bo'lmasmi? 1 taqsim 3 dan. Qaysini? Bilsa bo'ladi u ham. Hozir nima demoqchisiz? Hozir x teng 3y bo'lib qoldi. Shunda teng to'g'ri bo'lyapti. 1 taqsim Aha. x 3 ga teng bo'ladi, y 1 ga teng bo'ladi. 1 taqsim 3 dan olsak bo'ladi. Ya'ni proporsiyani o'zidanmi? Mana bu yerda. Y 1 ga teng, x 3 ga teng. Balki bu qisqargan variantidir. Hech qachon proporsiyani bir-biriga teng qilib olib ketmanglar, qachonki bitta sabab ko'rmaguningizcha. Ya'ni aniq mahrajda yoki suratni aniq bitta son kabi berilsa, ha, demak, masalan, y o'rnida 1 turganda edi, shunda ha x 3 deb ketardi. Aniq bo'ladi-da. Balki bu qisqargan holat ham bo'lishi mumkin. Ha, agar naborot bo'lsa ham shunaqa. Mahrajlar teng bo'lsa, surat ham teng bo'lgan bo'ladi. O'shaning uchun ikkita noma'lum bo'lgani uchun olib ketalmayman. 49 dan. Shunaqa. Bir xilda taxminlar to'g'ri keladi. Nimaga? Qisqarmagan variant bo'lganligi uchun to'g'ri kelaveradi. Xo'p, 51 da. Ham bo'laveradi. 51. X ning kvadrati plus 2y teng bo'ladi 15 ga. Y ning kvadrati plus 2x teng bo'ladi 15 ga. Shunga o'xshagan misol tepada ham keltirilgan ekan. Xo'sh, bunda nima qilamiz? Qaranglar, 15 ga teng bo'lsa, ketma-ketlikka e'tibor bering. X ning kvadrati y ning kvadrati. Bu yerda ikkilangani bo'lsa, bu yerda ham ikkilangan. Y x va yig'indisi. Shu teng bo'lyapti, ikkalasi 15 ga. Demak, ikkalasi ham teng bo'lgan o'shaning uchun. X y ga teng bo'lgan. Ana endi y o'rniga x olib keling. Tepaga x kvadrat plus 2 ko'paytirilgan x teng 15 ga. Ishlayman. X kvadrat plus 2x minus 15 teng 0. X 1 ni qo'shaman, x 2 ga javobim chiqsin minus 2. Ko'paytirsam minus 15. Minus 5 X 1 minus 5, x 2 3 desam bo'ladimi? Hop, demak, x y ga tengligi isbotlangan bo'lsa, y birimizdan minus 5 chiqadi. Y 2 ham 3 chiqadi. Shunda minus 5 u minus 5 va 3 u 3 degan javob bo'ladi. Ko'rpak, bitta javobim. Hop, minus 5 u minus 5. Bormi? Hop, yaxshi. 53-misolga ko'ramiz. Ildizligi ham bormi? Ildizligi ham bo'lyapti, deng.
Hop, bunday ish qilaylik. Hozir x ga y tengligini hozir gapirdik-ku. Shuni bitta isbotini ham qilib ketaylik. 53 deb o'chirib turay mana. Bunga nima sabab bo'lgan desalaring, mana qaraylik. Bunday ish qilsak bo'ladi. Demak, ikkalasi ham 15 ga teng. Bu tomonlar mana bu narsani tengligini bilmagan holatda ishlayapmiz-da, ya'ni x ning kvadrati plus 2y teng bo'lgan nimaga? Y ning kvadrati plus 2x ga. Shunaqami? Endi x ning kvadratini oldiga y kvadrat nima bo'lib o'tadi? Minus bo'lib o'tadi. 2y ni oldiga 2x imiz minus bo'lib o'tadi. Bu teng bo'ladi nimaga? 0 ga. Shundan x minus y x plus y deb ikkita qavsga ajratamiz. Endi minus 2 ni chiqaramizda x minus y deb yozamiz. Teng bo'ladi nimaga bu? 0 ga. Endi x minus y ni qavsdan tashqariga chiqarib ishlasak, ichkarida qoladi x plus y minus 2 teng 0 ga. Shunaqa? Endi hozir alohida tenglasak x minus y teng 0 bo'ladi. Shunda x y ga tengligi isbotlanadi. Ya'ni mana bu holatda to'g'ri chiqadi, javobimiz mana shu. Endi bu holat shuni ham ko'rib qo'yishimiz kerak. X plus y minus 2 teng bo'ladi 0 ga. Shunda x plus y imiz teng chiqadi 2 ga. Yoki bo'lmasa bunday deylik, birato'la belgilash kiritib ishlaylik. 2 minus y bo'ladi. Endi x ni o'rniga 2 minus y deb turib belgilash kiritib boshqatdan bitta ishlaymiz. Ikkimizni narigi ildizlar chiqadi. Tushundikmi? Ikkita holatda ishlaymiz hozir. Hop, doskani bitta ko'chirib olamiz ekan, sig'maydi. Bu yoqdan yozib ketamiz. Aniqmi? Hop. Qayerda qoldik? X teng y ga ekanligini isbotladikda va shu isbotga ko'ra misolimizni ishladik, javob chiqdi. Va qarasak javob to'liq emas. Ha? Nimaga to'liq emasligini mana bu yerda gapirdik. Bu yerda aytayapti, x plus y teng bo'ladi nechiga deyapti? 2 ga. Yoki bo'lmasa x y ga qo'shib 2 dan ayirsak 0 chiqadi deyapti. Shu yerdan demak belgilash kiritdik. X teng bo'lishi kerak 2 minus y ga. Ana endi shu ifodani olib turib, xohlagan bitta tenglamalarga olib borib qo'yasizlar. Hop. Pastdagi tenglamaga qo'ysak bo'laverami? Ha? Y ning kvadrati plus 2x midi? Mana. X o'rniga nima qo'yaman? 2 minus y. 2 qavsda 2 minus y. Teng bo'ladi 15 ga. Hop, ishlaymiz. Y kvadrat minus 2y ko'paytirsak 4, 15 o'tsa bu yoqqa minus bo'lib, minus 11 bo'ladi. Teng 0 ga. Diskriminant ishlayman. Hop, 4 plus 44. 48. 8 kere 6 48 mi? 8 ni yo'q, bunday qilaylik. 16 kere 3 desak bo'ladimi 48 ni? Mana 48 ni 16 kere 3 desam bo'ladimi? 16 dan ne chiqib ketadi? 4 chiqib ketadi-da, 4 ildizda 3 qoladi. Hop, ana endi y 1 deyman. Mana bu minus 2, plus 2 bo'lib keladi. Bir marta 4 ni ayiraman, birato'la javobini topib ketaverayman 1 2 deb. Plus minus 4 ildizda 3 bo'lingan nimaga? 2 ga. Mana bu yerda a 1 bor ekan. Demak 2 ga qisqartirib olsak, tepadan 2 qavsini tashqariga chiqardik. 1 plus minus 2 ildizda 3. Mahrajda necha bo'ladi? 2 mi? 2 lar qisqarib ketsa javob nima chiqadi? 1 plus minus 2 ildizda 3. Endi bu degani y teng chiqadi 1 plus 2 ildizda 3 ga, y2 chiqadi 1 minus 2 ildizda 3 ga. Ana endi biz x ni 2 minus y ga ekanligini ifodalaganmidik. To'g'rimi? Y ni o'rniga mana bu qiymatni olib kelsak, ne olib kelsak? Qavsda keladimi? To'g'rimi? Oldi minus ku. Qavsda olib borsalang, qavsda ochib olsalang minus 1 minus 2 ildizda 3 bo'lib qoladi. 2 dan 1 ni ayirib yuboramiz mana bu yerda. Yozaman shekilli mana. Yoniga yozib olay. X 1 teng 2 ayrilgan y to'g'ri mana bu ifodani olib kelyapman qavsda. 1 plus 2 ildizda 3. X 1 teng 2 ayru qavsda tashlab yuboryapman. 1 ayru 2 ildizda 3 bo'ladimi? 2 dan 1 ni ayirib qo'ysak. X 1 chiqadi 1 minus 2 ildizda 3 gami? Endi
Shu ifodaga y o'rniga endi mana bu ifodani olib kelaman. Shunda x2 chiqadimi? To'g'rimi? 2 ayrilgan qavs ichida 1 minus 2 ildizi 3. x2 teng bo'ladi. 2 ayirib 1. Mana bu yerda nima bo'ladi? Plusga aylanadi. Oldi minusligi uchun x2 shunda teng chiqadi. 2 dan 1 ayirib olsak 1 plus 2 ildizda 3 ga. Demak, javoblarda mana bu ifodalar ham bor. Mana bu yerda yarimi chiqdi. Mana bu javob. Lekin hop. 1 minus 2 ildizda 3 nuqtali virgul. Sherigi qaysi? y1. Nima dedik? 1 plus 2 ildizda 3. Va 1 plus 2 ildizda 3 nuqtali virgul 1 minus 2 ildizda 3. Mana bu yarim javobi. Tushundingmi? Yaxshi. 51 bo'ldi. 53 ni ko'ryapman. 53. Hop, 53 da aytilyapti. X plus y plus x y teng bo'ladi 7 ga. X ning kvadrati plus y ning kvadrati plus x y teng bo'ladi 13 ga. Nima ish qilamiz? Qaranglar, bunday ish qilaylik. Tepadagi tenglamada x y ni topib olsam nima bo'ladi? Mana bu qavsda deb turaylik. Mana shu ifoda bu yoqqa minus bo'lib o'tadimi? Shunda 7 ayrilgan qavsda x plus y. Endi ikkinchi tenglamada shu x y o'rniga shu ifodani olib kelaman. Hop, keyin qaranglar. Mana bu x kvadrat plus y kvadrat bor-ku. Bunday qilib yozaman. X plus y ning qavs kvadrati ayru 2x y deyman-ku. O'rtasi yo'qolib ketishi uchun. Keyin mana bu plus x y bilan minus x y deb beramiz. Minus x y deb beryapti. X y o'rniga mana bu ifodani yozyapman. Qavsda 7 minus qavsda x plus y. Qavs bekitaman. Yana bitta qavs teng 13 ga. Hop, shunda x plus y ning kvadrati minus qavs tashlab olsak, mana plus bo'ladi. Oldinga olib chiqib yozyapman. X plus y minus 7 ga mana bu 13 minus bo'lib o'tsa, minus 20 bo'ladimi? Tengmi? Ana endi belgilash kiritaman. X plus y ni men a deb belgilash kiritsam, mana bu nima bo'lyapti? A ning kvadrati plus a minus 20 bo'ladi. Teng 0 ga. V ga qo'yaman. A1 ni qo'shaman A2 ga, javobim chiqsin. Minus 1. A1 ni ko'paytiraman A2 ga, javobim chiqsin minus 20. A1 minus 5. A2 4. Xo'p, yaxshi. Endi biz nimani belgilashga kiritdik? X plus y da A deb belgilashga kiritdik. Bir marta minus 5 ga, bir marta 4 ga tenglab turib, keyin yana bitta ishlayman-da. Juda ish ko'p ekan. Demak, biz x plus y da A deb belgilashga kiritgandik. A da bitta qiymati minus 5 chiqdi va ikkinchi qiymati 4 chiqdimi? Shu yerdan x topadigan bo'lsak, minus 5 u minus y bo'ladi. Bu yerdan x topadigan bo'lsak, 4 minus y bo'ladi. Endi qaysi tenglamaga olib kelsak bo'ladi? Ana bunga olib kelsak bo'ladimi? Birinchisiga. Olib kelaveraylik, demak birinchisiga. X plus y x o'rniga mana bu ifodani olib kelaman. Minus 5 minus y. Keyin yonida nima turibdi? Plus y turibdi. Plus x o'rniga yana shu ifodani olib kelyapman. Minus 5 u minus y. Ko'paytiruv yana y. Teng bo'ladi 7 ga ekan. Mana bu uchun ishlayapmiz hozir. Narigisini aralashtirmay turaylik. Hop, y ketadi. Xo'sh, qaranglar. Y ni minus y ko'paytirsam minus y kvadrat, narigi tomonga o'tkazsam y kvadratmi?
Bunga ko'paytirsam -5y, bu yoqqa o'tsa +5y. 7 ni yoniga mana -5 o'tsa +5 bo'ladida, +12 ni beramiz. Teng 0. y1 ni qo'shaman, y2 ga javobim chiqsin -5. y1 ni ko'paytiraman, y2 ga javobim chiqsin 12. -6 yu 1 desa bo'ladimi? Yo'q. 3 u -3 u -2. -3 u to'xtaylar. Xato. Diskriminant ishlaylik. 25 u 48. 48. Bosh to'plam chiqib qoladimi? Chiqmayaptimi? Diskriminantda ko'rsak 0 dan kichkina bo'lib qolar ekan diskriminant. Diskriminant 0 dan kichkina bo'lgani uchun bu tomonda yechim yo'q. Ana endi narigi tomonga qarayman. Narigi tomon, ya'ni x teng bo'lgan 4 - y ga deb ishlayman. Mana shu birinchi tenglamaga olib kelaman. X o'rniga yana 4 - y olib kelyapti. Xo'p, mana bu yerda yozyapman bu ifodani. 4 - y plus y plus x o'rniga yana 4 - y teng 7 ga. Mana. X o'rniga olib keldim, bunga ham olib keldim. Xo'p, y lar yana qisqarib ketdimi? Ko'paytirsam -y kvadrat, narigi tomonga o'tsa +y kvadrat. Bunga ko'paytirsak +4y, narigi tomonga o'tsa -4y. 7 ni yoniga mana bu 4imiz minus bo'lib o'tsa +3 qoladimi? Teng 0. Ana endi y1 ni qo'shaman, y2 ga javobim chiqsin 4. y1 ni y2 ga ko'paytirsam 3 chiqsin. y1imiz 1, y2imiz 3 deymiz. Biz x ni nima deb belgilash etgandik? 4 - y debmi? Y o'rniga 1 olib kelsak, 4 dan 1 deysak 3, ya'ni x 1imiz chiqadi 3. X 2imiz chiqadi. 3 olib kelsak, 4 dan 3 deysak 1. Demak, javob 1 u 3 va 3 u 1 degan javob bo'lyapti. Mayli, yozib oldim. 1 u 3, 3 u 1. To'g'rimi? Xo'p, doskani o'zgarishga to'g'ri keladi. Manbuni qanday misol solmaydi. Yozuvlaringlarchi. Sistema. Qaraymiz, Abdulbosit. Mana bu yer ko'paytmami? Shu tenglamadan x taqsim y deb topib olsak, 20 taqsim nima bo'ladi? X plus y bo'ladimi? Mana bu pastdagi x taqsim y ga bor-ku. Mana bu ifodani olib kelaman. 20 taqsim x plus y plus x plus y teng bo'ladi 9 ga. Endi bitta ish qilaylik. X plus y ni a deb belgilash kerak. Shunda qaranglar. 20 taqsim a bo'ladimi? Plus a teng bo'ladi 9 ga. Umumiy mahraj va proporsiya. 20 plus a kvadrat teng bo'ladi 9a ga. 9a ni bu yoqqa o'tsak, a kvadrat minus 9a plus 20 teng bo'ladi 0 ga. A1 ni qo'shaman, A2 ga javobim chiqsin 9. A1 ni ko'paytiraman, A2 ga javobim chiqsin 20. 4 bilan 5. Bo'laverami? A1 ni 4 desak, A2 ni 5 desak, to'g'ri kelar ekan. Endi biz nimani a deb belgilash ekandik? X plus y. X plus y bir marta teng bo'ladi 4 ga. X plus y bir marta teng bo'ladi 5 ga. Xo'sh, endi. Mana bunga olib kelsak-chi, 4 bekka olib kelsak 20 ni 4 ga bo'lsa nima bo'ladi? X taqsim y 5 ga teng bo'ladimi? X taqsim y agar 5 olib kelsak 4 ga teng bo'ladi. Shunaqami? Qaranglar. Shundan x topsam 5 y ga teng bo'ladimi? Y ko'payib. Bundan x topsam 4 y ga teng bo'ladi. Endi x o'rniga 5 y olib kelsam bu yerga 5 y plus y teng bo'lyapti 4 ga. Shunda 6 y teng bo'lyapti 4 ga. Y topadigan bo'lsak 4 taqsim 6 mi? Qisqarib ketsa 2 taqsim 3 ga teng bo'ladimi? Y chiqdi. Xo'p, shundan x topib qo'yadigan bo'lsak, olib kelib turib mana bu yerga 5 ga ko'paytirsam
10 taqsim 3 bo'lyapti. Bu x1, bu y1 desak. Xo'sh, endi x plus y ni o'rniga, mana bu yerda x ni o'rniga 4y kelsa, 5y bo'ladimi? Mana bu y bilan. Shu teng bo'ladi 5 ga. Y topadigan bo'lsak 1 ga teng bo'ladi. Endi bu yerga olib kelib 4 ga ko'paytirsak x chiqadi. Bu ham nimaga teng? 4 ga teng. Bu ikkinchi javob bo'lsa, bu ham birinchi javob. Demak, javobimiz 10 taqsim 3 u 2 taqsim 3 va 4 u 1 degan javob bo'lyapti. Bitta ko'ringlarchi. To'g'rimi? Tushundilarmi hozir? Avazbek, tushundilarmi? Ey, bitta odam qarasin, bitta odamga gapiryaptim. Bitta odam qarasin, qolganga qarab tur. Xo'p. 55 dan keyin 57 ni ko'ryapti, ha? 57 da x ning kubi minus y ning kubi teng bo'ladi 19 ga. X ning kvadrati plus xy plus y ning kvadrati teng bo'ladi 19 ga. Hop. Tepadagi tenglamani olib bo'lsin. Tepani tenglamani. Yo'q. Formula bo'yicha yo'yamiz. Shunda birinchi qavs x minus y, keyingi qavs x ning kvadrati plus xy plus y kvadrat bo'ladi. Shu teng nimaga? 19 ga. To'g'rimi? Bizda nima bor? Ikkinchi qavsi nimaga tengligi bor? Nechaga teng ekan? 19 ga. Cheki 19 olib kelib bo'lishga tushirib yuborsam x minus y teng bo'ladi nimaga? 1 ga. Shu yerdan x topib olsak nima bo'ladi? Y plus 1 bo'ladi. Ana endi shu ifodani ikkinchi tenglamaga olib kelaman. X o'rniga y plus 1 olib kelsam, y plus 1 ning kvadrati plus x o'rniga yana y plus 1 olib kelyapman. Ko'paytiruv y plus y ning kvadrati teng bo'lyapti 19 ga. Formula bo'yicha ochamiz. Y ning kvadrati plus 2y plus 1 plus y ning kvadrati plus y ning kvadrati teng bo'lyapti 19 ga. Shuniga? Endi y kvadratdan nechta bo'ldi? 3 tami? 3 ta y kvadrat. 2y ga bitta y qo'shsak plus 3y 1 ga sherik. Yo'q, mana 19 bu yoqqa o'tsa minus 18 teng bo'lib qoladi nimaga? 0 ga. Hammasini 3 ga bo'lib yuborsak nima bo'ladi? Y kvadrat plus y minus 6 teng bo'lib qoladi 0 ga. Qo'shsam minus 1, ko'paytirsam minus 6. Minus 3 2 bo'laverami? Y birimiz minus 3, y ikkimiz 2. Qo'shsak y to'ldagi koeffitsient 1 deb beradi. Ko'paytirsak mana minus 6 ni beradi. Bu yerdan o'ylab topildi. Xo'p, endi x1 x2 topamiz mana bu tenglamaga olib. Minus 3 topib kelsam, minus 3 ga 1 qo'shilsa, minus 2 bo'ladimi? X1 chiqyapti minus 2 ga. X2 chiqadi. 2 ni olib kelsak, 1 ni qo'shsak 3 ga teng bo'ladi, oddiy 3 ga. Tushundingmi? Endi javob qanday bo'ladi? Minus 2 u minus 3 va 3 u 2. To'g'rimi? Mana shu javob bo'lyapti. Shuncha qilganimda 57 bo'ldi. Suv obi hayot bo'ladi. Suvning ta'mi biz bilan. Oltmish. Bilgan bilan, bilmagan o'zi bilan. Normal misollar ekan, ha? Qaysi? Yo'q. Aslo. Pauza.
Bor oxiriga ketmagan. 60-misolni ko'raylik. Sharti nima degan? Sharti ham yo'qmi? Ishlangda, tamommi? Xo'p, qaranglar. Demak, bu kubli ifoda bo'lgan. Kubli ifoda bo'lganda ikkinchi qavsi berilgan holatda. Demak, birinchi qavsi nima bo'lgan? Qaranglar mana buni. X ning 6-chisi shunaqami? Yo'q. X ning kvadrati minus y ning kvadrati bo'lganda, to'g'rimi? Shu ifodaga ko'paytirib olsam bo'ladimi tepa? Shunda x ning kvadrati minus y ning kvadrati bitta qavs. Keyingisida x ning 4-chisi plus x ning kvadrati y ning kvadrati plus y ning 4-chisi teng bo'lyapti 91 qavsda x kvadrat minus y kvadratga. Ha. Xo'p, shunda mana bu ifoda nimani berdi? X ning 6-chisi minus y ning 6-chisini berdim. Shu teng 91 qavsda x ning kvadrati minus y ning kvadratiga. Pastdagini shuni oddiy x minus y ga ko'paytirsak bo'ladimi? Bu ham xuddi shunga o'xshaydi-da, qisqasi. X kub minus y kubni beradi-da chap tomon. O'ng tomon mana bu ikkalasi ko'paygan holat qoladi. Bo'laverami? Ikkalasini bitta bo'lib o'rik. X ning 6-chisi minus y ning 6-chisi bor-ku. Kublarining kvadrati deb tursak, ikkita qavs keltiramizmi? X ning kubi minus y ning kubi bitta qavsda. Ikkinchisida x ning kubi plus y ning kubi. Mahrajda x ning kubi minus y ning kubi teng bo'lyapti 91. Bu ham ikkita qavs keltirilsa x minus y, x plus y. Mahrajda 13 x minus y. Hop, mana bu yerda kublari ketyapti. Bizda qolyapti x kub plus y kub teng bo'lyapti. Bu bilan bu qissasi 7 qoladimi? Minuslar ketsa x plus y qoladi. Qaranglarchi. Hop. Nima qilsak bo'ladi? Bu ifoda bilan nima ish qilsak bo'ladi? Nima ma'no beradi? Formulaga ochish. Hop. 7 bor-ku. Hozir buni qo'llayotsangiz, keyin tashlab chiqib ketadi. Xo'p, bitta yo'l kelyapti. Qaranglar. To'g'ri sizlar aytganda x plus y bitta qavsda. Keyingi qavsda x ning kvadrati minus x y plus y ning kvadrati yoyiladimi? To'g'rimi? Mana shu ifoda. Mana bunisini baqa o'tkazsak minus qilib 7 qavsda x plus y bo'ladi. Qavs bittami? Teng nima qoldi? 0 qoldi. Ikkalasida ham nima bor? X plus y bormi? Chiqib ketsa ichkarida qolyapti x kvadrat minus x y plus y kvadrat minus 7 teng 0 ga. To'g'rimi? Shunda bizda x tengligi chiqadi minus y ga. Ya'ni x plus y ni alohida 0 ga tengladik. Y ga o'tib x minus y ga tengligi ifodalanadi. Bu yerdachi x ning kvadrati minus x y plus y kvadrat minus 7 ni 0 ga tenglaymiz-ku. Minus 7 ni o'tkazsak nima bo'ladi? Plus 7 bo'ladi. To'g'ri? Endi qaraymiz. Mana bu pastdagisini shuni yozaman. X ning kvadrati plus x y plus y ning kvadrati nechiga teng? 13 ga. Ayirib yuborsam, pastdan tepani kvadratlar ketadi. X y ni ayiraman minus x y bo'lsa, 2 ta x y kvadratga ketadi. 13 dan 7 dan ayirsak 6. 2 ga bo'lib yuborsak x y ning ko'paytmasi 3 ga tengligi aniq bo'ladi. To'g'rimi? Hozir bu yerda x nima dedik? Minus y dedikmi? Bu yerda x y 3 chiqib qolyapti. Endi x ni o'rniga
minus y ni olib borsak bo'ladimi? X o'rniga minus y. Olib kelsak, minus y ning kvadrati teng bo'lib qoladi. Uchganmi? Bunda bo'sh to'plam so'ydi. To'xtanglar, bu narsani olib bora olmayman-da. Bu ifoda boshqatdan borib hisoblanadi, bu ifoda boshqatdan borib hisoblanadi. Bu ikkalasi birgalikda ishlab bo'lmaydi, chunki bitta tenglamadan chiqyapti-da bular javobi. To'g'rimi? Qiziqqanlar qolsin, bo'lmasa tushib ketinglar qolganlar. Ha, chiqib ketinglar hammalang bo'lmasa tezroq. Hop. Qaranglar, bular ikkalasi alohida ishlanadi. Nimaga? Bitta tenglamadan chiqdi. Demak, mana bu ifodani olib kelib ishlashi ma'nosiz. Hop, x teng ekan nimaga? Minus y ga tepaga olib borib ishlayman. Bu yerda yozyapman. Hop, x o'rniga minus y olib kelsam, minus y ning kvadrati nima bo'ladi? Y kvadratmi? Hop, minus y olib kelsam, y ga ko'paysa minus y kvadratmi? Keyin qo'shuv y kvadrat teng bo'lib qoladi nimaga? 13 ga. Ishqilib tinchlik bo'lsin mana. Y kvadratga ketdi. Y ning kvadrati teng bo'ldi 13 ga. Demak, y teng ekan plus minus ildizda 13 ga. Shunaqami? Hop, demak x imiz shu chiqqan bo'lsa, y imiz. X imizning javobi minus plus ildizda 13 chiqadimi? Chunki minus y ga teng-ku. Xo'sh, endi mana bu holatdan ishlaydigan bo'lsak, x imiz teng bo'ladi 3 taqsim y ga. X o'rniga mana bu ifodani olib kelaman. X ning kvadrati o'rniga, demak 9 y ning kvadrati plus x o'rniga yana 3 taqsim y kelyapti. Ko'paytiruv y plus y ning kvadrati teng bo'lyapti 13 ga. Bunda qisqarib ketadi. Xo'sh. 9 plus mana bunga y kvadrat ko'payadi. Bunga ham ko'paysa y ning 4-chi bo'ladimi? Y kvadratni nariga tomonga ko'paytirib olyapman. Endi hammasini bir tomonga yig'amiz. Y ning 4-chisi ayru 10 y ning kvadrati plus 9 teng bo'lib qoladi nimaga? 0 ga. Y 1 ni yo'q. Birinchi oldin belgilash kiritaman. Endi a kvadrat minus 10a plus 9 ga teng 0 mi? Endi aytaman, a1 ni qo'shaman a2 ga javobim chiqsin 10. A1 ni ko'paytiraman a2 ga javobim chiqsin 9. 1 bilan 9 mi? Hop, A1 ni 1 desak, A2 9 bo'ladimi? Endi y ning kvadratini 1 marta 1 ga tenglayman. Y ning kvadratini 1 marta 9 ga tenglayman. Shunda y teng chiqadi plus minus 1 ga. Bu birinchi, ikkinchi javoblar desak. Bunda chiqadi y teng chiqadi plus minus 3 ga. Endi x imizni nima deb belgiladik? 3 taqsim y mi? Mana bu plus minus 1 ni olib kelsam, buni javobi plus minus 3 chiqadimi? Endi mana plus minus 3 olib kelsam, plus minus 1 chiqadi. Plus minus 1. Demak, javob shunda, qaranglar. 1 bersak, mana bu holatni yozyapman. 1 bersak 3 chiqadi. Minus 1 bersak minus 3 chiqadi. Minus 3 bersak 1 chiqadi. 3 bersak minus 1 chiqadi. Yana qanaqa qiymatlar bor ekan? Xo'p. Bular o'zi qanoatlantiradi, bir ko'rib qo'yish kerak-da. Ildizni 13 bersak minusligi chiqadi, minus ildizni 13. Oddiy ildizni 13 bersak, minus 13 bersak ildizda oddiy ildizni 13 chiqadi. Bitta ko'rib qo'yamiz javobni. Xo'p, javobni ko'rishdan oldin bir tekshirib ham ko'rsak bo'laveradi, tenglamani. Yana chiqqan javoblarni olib borib hisoblab ko'ramiz. Qanoatlantiradigan bo'lsa javob ko'ramiz, bo'lmasa yo'q. Xo'p, mana ildizligini olsak, ildizni 13 ning kvadrati 13 bo'ladi. Minusligi bu ham 13 beradi, 26. Ko'paysa xo'sh, 160 bo'ladi. Mana bu javobdan chiqib ketyapti menimcha. Qanoatlantirmayaptimi? Pastda yo'qmi? Ha, mana bu yerda sababi olmasligimiz sabab mana. Ildizni 13 mana bu tenglamaga olib kelib hisoblasak, bu yog'i boshqa narsa, bu yog'i boshqa narsa chiqib qolyapti. O'shani hisobiga bu tomon javobga kirmaydi. Demak, javoblar mana bu to'rtalasi bo'ladi. Xo'p. Yana ko'raylik javob nima ekan?
To'g'rimi? Xo'p, yaxshi. Ko'chirib olamiz do'stlar bo'lmasa. Xo'p, qaranglar. Mana bu yerda aylantirmovchilik bo'libdi. X ga -3 olib borsak deyapmiz. Mana -3 olib borsak, javobimiz ham -1 chiqishi kerak. Mana shu adashib ketibmiz. Keyin x ga 3 olib borsak, y-imiz ham 1 chiqishi kerak. Mana bu minusli bo'ldi. Ya'ni mana shu ikkala qiymat almashib qolgan xolos. Bo'ldi, qolgan joyi to'g'ri. Yaxshi. 66-misol tenglamani sistemasini butun yechimlarini toping deyilgan. Xo'p. Nima ish qilamiz? Birinchi o'rinda aniqlanuvchi soha topib olishimiz kerak. X teng emas. Mahrajda x minus y-imiz teng emas 0 ga bo'lishi kerak va mana bu ifoda ham x minus y-imiz minus 2 imiz teng bo'lmasligi kerak 0 ga. Mana shartlar bajarilsa, demak, yechimi chiqaveradi misolimizni. Sal yanada aniqlashtirib qo'yik. X teng bo'lmasligi kerak y ga, x minus y teng bo'lmasligi kerak 2 ga. Minus 2 bu yo'q o'tyapti-da. Bo'ldi. Demak, endi misolimizni ishlab ketaveramiz. Nima qilamiz? X minus y ni belgilash qilib, ya'ni a deb belgilash kiritsak bo'ladi. Buni a desak, plus 6 taqsim a deyman. Bu ifodan teng bo'ladi 5 ga. A ni a ga ko'paytirsam a kvadrat. Buga proporsiya bo'lib turib, bu yoqqa o'tsa minus 5a yo plus 6 teng 0. A1 ni qo'shaman A2 ga javobim chiqsin 5. A1 ni ko'paytiraman A2 ga javobim chiqsin. Bu yerdan o'ylab topamiz. 2 va 3. Xo'p, A1 2, A2 3 bo'lyapti. Demak, biz nimani a deb belgilash kerak? X minus y chiqyapti. Bir marta a ni o'rniga 2 qo'yaman. X minus y bir marta chiqyapti 3 ga. Mana buni olmaymiz. Sabab bo'sh to'plam bo'lib qoladi. Ya'ni mana bu yerda aniqlanish sohada shuni olmagin deb ketadi. Demak, bunga rioya qilamiz. Mana bu holat uchun ishlasak, x teng bo'ladi nimaga? 3 plus y ga. Xo'p, x ni y orqali ifodalab oldik. Ana endi mana bu tenglamaga olib boramiz. Ikkinchi tenglamaga. Shunda 3 plus y x o'rniga kelyapti. Teng bo'ladi. Mana bu ifodamiz bunga ko'paytiramiz-ku. 4 bunga ko'payadi, 4x bo'ladimi? X o'rniga 3 plus y deb yozaman. Keyin 4 minus y ga ko'payadi, minus 4y bo'ladi. Minus 2 ga ko'paysa minus 8 bo'ladi. Hisoblaymiz endi. 3 plus y teng bo'ladi 12 plus 4y minus 4y minus 8. 4y ga ketamiz. Y teng chiqyapti. To'g'ri 1. Ha, y teng 1. X ni ifodaladik mana. X teng chiqadi 4. Demak, bitta javobagina to'g'ri 1 degan yechim chiqyapti javobimiz. Mana shu o'rniga x minus y 3 ga teng, agar bo'lsa x teng to'g'ri bo'ladi. Qani? X minus y Ha, mana bu yerga ham. Yaxshi, bo'laveradi. 3 topganamiz, 3 dan ikkilayamiz. 1 bu yoqqa ko'payadi 4. X teng 4 chiqadi. Tamam. Doskada ko'rinmayapti menga shu. Xo'p, keyingisiga o'tdik. 64-misol. 64. X ning kvadrati plus xy teng bo'ladi 20 ga. Y ning kvadrati plus xy teng bo'ladi 5 ga. Xo'p, birinchisidan x chiqaramiz. Xo'p, yaxshi, mana qarang. X chiqib ketdi, x plus y qoladi bunda. Teng 20. Bundan y chiqib ketsa, ichkarida ham x plus y qoladi. Prosta o'rnini almashtirib yozdik. Teng nisbat olamiz. Xullas, yozay mayli. Tushunmaydiganlar bo'lib qolsa. Teng 20 taqsim 5 bo'ladi, to'g'rimi? Mana bu plusliklar ketadi. X taqsim y 20 ni 5 ga bo'lsak, to'g'rimi? Shunda x teng chiqadi 4 y ga. Mana x ni y orqali ifodalab oldik. Ana endi birinchisiga ham ikkinchisiga ham. Ikkinchisiga olib kelamiz. Xo'p, 4y ning kvadrati, yo'q, y kvadrati o'zi aytgancha. Mana bu yerda x o'rniga 4y olib kelsam, y ga ko'payib 4y kvadrat bo'ladi. Teng bo'ladi shu 5 ga. Qo'shib yuborsam 5 ta y kvadratmi? Teng bo'lsa 5 ga, demak y kvadratimiz 1 ga teng bo'lsa, y teng plus minus 1 ga. Bizda x ni mana tayyor topib qo'ydik. Plus minus 1 deb olib kelsak, x imiz javobi plus minus 4 chiqadi. Demak, minus 1 u. Yo'q, minus 4 u. Minus 4 u minus 1. 4 u
1 degan javoblar bo'ladi. O'rtada nuqtali virgul qo'ying. Shu javob to'g'rimi? Xo'p, 66 ga o'tyapman. 66. 5x minus y taqsim 5x ko'rinyaptimi do'stga? Tepaga yozib o'rmayapmanmi? Ko'rinyapti to'liq. X plus y taqsim 5x minus y teng bo'ladi 2 ga. Pastda x ning kvadrati minus y ning kvadrati teng bo'ladi minus 3 ga. Nima qilamiz birinchi o'rinda? Birinchi o'rinda aniqlanish soha olamiz. Hop, aniqlanish soha nima bo'ladi? Mahrajda noma'lum kelganlarni nolga teng emas deb ishlab qo'yishimiz kerak. Buni ham ishlaymiz. Ozgina x teng emas minus y ishlab qo'ysak, 5x teng emas y ga bo'lami? Minus y bu yoqqa o'tsa, agar javobimiz shulardan qaysi biriga teng bo'lib qoladigan bo'lsa, olmay ketamiz. Xo'p, belgilash kiritsak bo'laverami? A deb. Bu shuni nabaroti bo'lsa 1 taqsim a bo'ladi. Teng 2 ga. Ko'payadi a kvadrat. Bu yoqqa ko'paysa bu yoqqa o'tadi. I qo'shib 1 teng a minus 1 ni kvadratini berib qoldimi bu? Demak, bu 0 bo'lishi uchun qavsichi 0 bo'lishi kerak-da. Shunda a teng chiqadi 1 ga. A ga 1 bersak, shunda 0 chiqadi. Boshqa qiymati yo'q. Endi biz a ni nima deb belgilash ketgandik? 5x minus y taqsim x plus y ni a deb belgilash ketgandik. Shu 1 ga teng ekan. Proporsiya qilib bu yoqqa o'tkazsam 5x minus y teng x plus y bo'ladi. Proporsiya bo'ldi. O'tkazaman. 4x. Tak. Hozir minus y ni bu yoqqa o'tkazavray. 2y bo'ladi. 2 ga bo'lib olsam bo'ladi. Y teng chiqadi 2x ga. Aylantirib yozdim. Mana pastdagi tenglamaga y o'rniga 2x olib kelaman. Mana bu yerga. Shunda nima bo'ladi? X ning kvadrati ayro 4x ning kvadrati bo'ladi. Kvadratga oshirdik ya birato'la. Teng minus 3. Minus 3x kvadrat teng minus 3. Demak x kvadrat minus 3 ga bo'lib olsak 1 ga teng. Demak x'imiz teng plus minus 1. Y'imiz xuddi shuni olib kelsak plus minus 2 chiqadi. Plus minus 2. Demak javob shu. Minus 1 minus 2 va 1 2 degan javob chiqyapti. Tushundikmi? Xo'p, 66 dan keyin 69 ni ko'ryapman. Pastga ishlagan. 69 da 5x taqsim y minus y taqsim x teng bo'ladi 4 ga. X y ning qiymati-chi? 1 ga teng deyapti. Hop, birinchi o'rinda aniqlanish soha olamiz. X va y'imiz 0 ga teng bo'lmasligi kerak. To'g'rimi? Ana endi aniqlanish sohadan keyin belgilash kerak bo'ladi. Mahraj bo'lsa 5x kvadrat va y kvadrat. Aql belgilaymiz x taqsim y da 5a bo'ladi, 1 taqsim. Demak, kelishib oldik. X taqsim y ni a deb belgilash ketsak, hop, ishlayapman. 5a minus 1 taqsim a teng 4. Ko'paysa 5a kvadrat hop minus 4a minus 1 teng 0 bo'ladi. Hop, yangicha kvadrat tenglama tuzib olsak, shunaqa bo'ladi. A1 ni qo'shaman, A2 ga javobim chiqsin minus 4 emas, plus 4. A1 ko'rinadimi ayt? Mana bu yerda ko'rinadimi? Mana sal beriroqqa yozaveraymi bo'lmasa. Hop, A1 ni ko'paytiraman, A2 ga javobimiz chiqsin minus 5. Qo'shsak 4, ko'paytirsak minus 5. 5 u minus 1. A1 da demak 5 deyapmiz, A2 ni minus 1 deyilyapti. Hop, biz nimani a deb belgilashga ketgandik? X taqsim y dimi? Bu yerga yozyapman. X taqsim y teng bo'ladi bir marta 5 ga. X taqsim y bir marta teng bo'ladi minus 1 ga. Shunda y bu yoqqa ko'payib ketsa x teng 5y, y ko'paysa x teng minus y bo'ladi.
qaysi tenglamaga olib kelsak bo'ladi? Mana shunga. Shunga. Xo'p, x o'rniga 5y olib kelsam, 5y ning kvadrati bo'ladimi? Teng bo'ladi 1 ga. Shuni y kvadrat topsak, 1 taqsim 5 bo'ladi. Demak, bundan ildizga kirgizib chiqarsak, modulda chiqadi va plus minus 1 taqsim ildizda 5 chiqadi. Shunaqami? Endi bu chiqdi javobi. Shuni x ni topib qo'ysam nima bo'ladi? Qani x bilan orqali ifodalang. Mana bu ko'p kelsam, 5 ko'paytirib bo'lsa, 5 taqsim ildizda 5 bo'ladi. Irratsional qutqarsak, ildizda 5 ko'payib 5 lar qisqaradi. Plus minus ildizda 5 chiqar ekan. Shunaqami? Hop, endi mana bu holat uchun ishlaydigan bo'lsak, x o'rniga minus y olib kelsam, minus y kvadrat bo'ladimi? Teng bo'ladi 1 ga. Y kvadratni oldidan minus bu yoqqa o'tkazsak, minus 1. Demak, bu bo'sh to'plam. Nimaga? Qandaydir sonning kvadrati manfiy chiqmaydi. Demak, javobimiz plus minus 1 taqsim 5. Yo'q, plus minus ildizda 5 u, plus minus 1 taqsim ildizda 5 bo'ladi. Tushundingmi? Hop. Doskani ko'chirib olamiz, keyingi misolga o'tdik. Hop, 71-misolga e'tibor beramiz, bo'lmasam. Hop, sistema tenglamalar sistemasi nechta yechimga ega deyapti. Nechta yechimga egaligini topishimiz kerak. Hop. Yaxshi. Nima qilsak bo'ladi? Mana bu pastdagi tenglama bor-ku. X ning kvadratini oldik, mana bu 2x minus bo'lib o'tadi. Minus 2x y i orqasidan y kvadrat. Teng bo'ladi nimaga? 36 ga. Bu nimani qavs kvadratini beryapti? X minus y ning kvadrat teng 36. Demak, ikkalasini ham ildizdan chiqaradigan bo'lsak, x minus y nimada chiqadi? Modulda chiqadi, bu 6. Demak, ikkita holatda ochiladi. X minus y imiz teng bo'ladi 1 marta 6 ga. X minus y imiz teng bo'ladi 1 marta minus 6 ga. Xo'p, endi tepadagi tenglamani ikkalasiga ham sherik qilib ishlayman. X plus y teng bo'ladi 10 ga. X plus y teng bo'ladi 10 ga. Sistema ko'rinyapti bu. Xo'p, yaxshi. Demak, buni bitta qo'shsak, y lar ketib turib 2x bo'lib qoladimi? Bu yog'i 16. X teng 8 ga. Bu yoqda ham bitta qo'shib yuborsak, 2x teng 4 bo'lib qoladimi? X teng 2 ga. Endi ikkalasidan y topadigan bo'lsak, 8 ga nimani qo'shsak 10 bo'ladi. Demak, y teng 2 ga ekan. 2 ga nimani qo'shsak 10 bo'ladi? 8. Demak, mana bu javoblar bo'ladi bizda. Hop, shunda javob 2 8 va 8 u 2 degan javoblar bo'lyapti. Hop, bizda hozir bular nechta yechimga ega dedi? Demak, bu bitta komplet bo'ladi-da bu javoblar. Demak, bu ikkalasi bu ikkita yechimga ega ekan deymiz. Tushundingmi? Hop, 71 dan keyin 73 ni ko'ryapman. 73 da x ning kvadrati qo'shilgan y ning kvadrati teng bo'ladi 100 ga. Hop, x y ning qiymati teng bo'ladi minus 24 ga. Xo'sh, bunda nima ish qilamiz? Demak, tepadagi tenglamani yozib olamizda. Pastdagi tenglamani 2 ga ko'paytirsam, 2x y teng bo'ladi nimaga? Minus 48 ga. Shu ifodani bitta qo'shib yuborsam, x ning kvadrati plus 2x y plus y ning kvadrati teng bo'ladi 52 ga. To'g'ri? Bu nimani berdi? X plus y ning qavs kvadratini berdi. Shunda bu 52 bo'lsa, ikkalasi ham ildizga kirsa, x plus y modulda chiqadi. Bu-chi ildizda 52 bo'lib qoladi. To'g'rimi? Xo'sh, endi bu ikkita holatda ochiladi. Ikkita holatda ochiladi. Bir marta musbat, bir marta manfiy. Shunda x plus y imiz teng bo'ladi ildizda 52 ga. X plus y imiz bir marta teng bo'ladi minus ildizda 52 ga. Hozir qaranglar-da. Bu tengsizlikda ishlamay qoladi bunaqa ish. Ya'ni qanday? Mana bu modulda olib chiqyapmiz, bir marta musbat, bir marta manfiy. Mana bu oldiga qo'yiladi ishora. Musbat bo'lganda shunday tashlab ketdim. Manfiy bo'lganda mana bu yerga manfiy qo'yiladi, to'g'rimi? Keyin minus 1 ga ko'paytirsangiz manfiy bu tomonga o'tib ketadi. Agar tengsizlik bo'ladigan bo'lsa, shu tengsizlik ishorasini o'zgartirib qo'yadi. Asli minus mana bu yerda bo'lishi kerak. Bizda tenglama bo'lganligi uchun minusni nariga tomonga o'tkazib yozyapman. Demak, x plus y imiz ikkita holatda chiqdi. Endi tepadagi mana bu x y teng bo'ladi nechiga? Minus 24 ga bo'lgan ifodani olib kelib sherik qilib ishlayman. Bunda ham sherik qilib ishlanadi. Xo'p, endi bunaqa tipdagi misollar ishlaganmiz.
belgilash kiritib ishlaymiz. Demak, diskriminantdan ikkita yechim, bundan ham ikkita yechim chiqadi. Menimcha to'rtta yechim chiqadi. Xo'p, shundan x topib olaylik mayli. Ildizni 52. Hop, bu yoqqa minus bo'lib o'tami? Y. Keyin bu yerda ildizda 52 bor-ku. Shuni 4 kere 13 desak buni. 4 kere 13 bo'lsa 2 chiqib kelsa, 2 ildizda 13 qilamiz. Kerak bo'ladi. Hop, pastga olib kelaman x ga. Ya'ni ildizda 52 ni o'rniga nima deb yozdik hozir mana? 2 ildizda 13 deb yozdik, minus y. Bu yerga olib kelsak, x o'rniga 2 ildizda 13 minus y qavs tashqarisida y teng nimaga? Minus 24 ga. Endi y ni bitta ko'paytiramanda, narigi tomonga o'tkazaman birato'la. Ko'paytirsam minus y kvadratmi? U tomonga o'tsa y ning kvadrati bo'lib o'tdi. Ko'paysa 2 ildizda 13 y bo'lsa, aqqa o'tsa minus 2 ildizda 13 y. Minus 24 teng nima bo'ldi? 0 ga. Xo'p. Oxirgacha ishlayverishchi bo'lmasa, diskriminantdan ketamizmi? Diskriminant hozir bitta narsasini aniqlaylik. Diskriminant 0 dan katta chiqadimi? 2 ni kvadrat 4 kere 13 52 ni beradi, to'g'rimi? Mana bu minus ekan, plus bo'ladi-da. Xullas 0 dan katta chiqadi. Demak, 0 dan katta chiqsa, ikkita yechim deganmizmi? Bizda nechta yechimligini so'rayapti-da. Javob qiziq emas. Ikkita yechim. Y ikkita chiqsa, demak x ham ikkita chiqadi. Mana x y orqali ifodalagan. Buni ham xuddi shunaqa qilib ishlaylik. Mana bu yergacha kerak. Bu yoqda javobni yozib qo'ysak bo'laveradi. Xo'p, shunda x imiz teng bo'ladi. Hop, minus ildizda 52 minus y ham bu yerga olib kelsak. Hop, shunda. Tak. Minus ildizda 52 minus y qavs bekitamiz y teng minus 24 ga. Ko'paytirib va narigi tomonga o'tkazamiz. Minus y kvadrat aqqa o'tsa y kvadrat. Bu yoqqa o'tsa ildizda 52 ni 2 ildizda 13 deb yozib yuboraymi? Y minus 24 teng 0 ga. Hop, buni diskriminantga qo'yadigan bo'lsak, diskriminantimiz 52 bu ham 0 dan katta chiqadi. Demak, bunda ham ikkita yechim. Ikkita y-imizning yechimi chiqsa, demak x-imiz ham ikkita chiqadi. Demak, ikkita yechim, bu ham ikkita yechim, jami 4 ta yechim deb qo'yib olsak bo'ldi. Bizda hozir buni ishlab o'tirishimiz shart emas. Hop, keyingi misolga o'tdik. Hop, 76-misol. Tenglamalar sistemasi nechta yechimga ega deyapti. Hop. Mana bu yerda ikkinchi tenglamasida bor-ku. X kvadratni topib olsam, 7 ni yoniga y nima bo'lib o'tadi? Minus bo'lib o'tadimi? X kvadrat nimaga teng bo'lib qoldi? 7 minus y ga. Endi tepaga shuni olib kelaman. 7 minus y plus y ning kvadrati teng bo'ladi nechiga? 49 ga, to'g'rimi? Soddalashtirib yozay. Mana buni y kvadrat birinchi yozdim, orqaga minus y yozdim. 7 ni yoniga 49 minus bo'lsa necha bo'ladi? Minus 42 teng bo'ladi 0 ga. Y 1 ni qo'shaman, y 2 ga javobim chiqsin 1. Y 1 ni ko'paytiraman, y 2 ga javobim chiqsin minus 42. Minus 7 bilan 6. Yo'q, 7 bilan 6. Bo'laveradi. To'xtang. X deb ketib y bo'ladi. Y 1, y 2. Minus 6 bo'ldimi? Hop. Demak, x ning kvadrati 7 minus y ga teng edi, to'g'rimi? 7 ni bir marta olib kelsam, 7 ayru 7 bo'lib qoladi. X ning kvadrati teng bo'ladi nimaga? 0 ga. Demak, x ning qiymati nima chiqadi? 0 chiqadi. Endi minus 6 ni olib kelsam, x ning kvadrati teng 7 minus 6 bo'ladi. Ikkita minus plus bo'lib ketib, x ning kvadrati teng bo'lib qoladi 13 ga. Endi x imiz teng chiqadi, plus minus ildizda 13 ga. Endi javob olishni qarang. Agar y imiz 7 chiqadigan bo'lsa, x imizning javobi necha chiqyapti? 0. Demak, 0 u 7 nuqtali virgul. Keyingi javobimiz necha bersak, y ga minus 6 bersak, javobimiz bitta musbat, bitta manfiy chiqyapti. Mana. Ko'ringlarchi. Ildizda 13 olsak ham minus 6 chiqyapti y imiz, minus ildizda 13 olsak ham minus 6 chiqyapti. Demak, nechta yechimga ega? 3 ta yechimga ega. Tushundikmi? Doskani bitta ko'chirib olsalaring, keyingi misollarga o'tamiz. Ikki sig'masa kerak. Hop,
Misolda sharti tenglama yechimlarini yig'indisini toping debdi. Birinchi o'rinda nima ish qilamiz? Aniqlanish soha olamiz. Aniqlanish soha, ya'ni mahrajlarni nolga teng emas qilib ishlab qo'yishimiz kerak. Bu yoqda x minus 1 nolga teng emas. Shundan kelib chiqadi y teng emas 4 ga, x teng emas 1 ga. Agar javobimiz shunaqa chiqib qoladigan bo'lsa, unda ketamiz. Endi savol, bolalar. Qachon mana shu kasrimiz 0 bo'ladi? Surat 0 ga teng bo'lganda, to'g'ri? Demak, suratni o'zini 0 ga tenglab ishlaymiz. Bu tomonda ham, ya'ni ikkinchi tenglamamda ham xuddi shunaqa, surati 0 bo'lsa, o'shandagina javob 0 chiqadi. Demak, buni ham suratini 0 ga tenglab ishlaymiz. Mana bu birinchi tenglama uchun vet ishlatyapman. x1 ni qo'shaman x2 ga, javobim chiqsin 3, ko'paytirsam necha? 2. 2 bilan 1. x1imiz 2, x2miz 1. Endi ikkinchi tenglama uchun ishlaymiz. y1 ni qo'shaman y2 ga, javobim chiqsin -6. y1 ni ko'paytiraman y2 ga, javobim chiqsin -40. y1imiz -10, y2miz 4. Endi aniqlanish sohaga qaradigan bo'lsak, y 4 olmagin dedi. Olmayman. Demak, buni olaveraman. X ni ham 1 olmagin degan. Olmayman. Demak, bunisini olaman. Demak, javobimiz 2 yu nima? -10 bo'lyapti. Qo'shamiz. 2 ayrı 10 bo'lib turib, javob -8 chiqadi. Tushundikmi? Otabek, tushundikmi? 78 shu. Kim so'radi buni? Shubhon tushundingmi? 80-misolda ko'ryapman. Ildizda 3 qavsda x ning kvadrati -4. Qavs bekitamiz. Plus x minus 3xy plus 4y ning kvadrati teng bo'ladi 0 ga. Tenglamani butun sonlarda yeching debdi. Hop, qaranglar, bu misolimizga yechim bunday qilsak bo'ladi. Mana bu turgan ifodamizda 0 deb olsak, buni yig'ini qachon 0 chiqadi desa, mana bu joyimiz ham nima bo'lsa, 0 ga teng bo'lsa, keyin 0 chiqadi, to'g'rimi? Ha, endi bu ifoda qachon 0 bo'ladi desa, ildizda 3 boshqa son bo'lolmaydi. Demak, 0 bo'ladigan qiymat mana bu qavs ichida. X ga nima bersak, 4 dan ayriladi, javob 0 chiqadi. X ga plus minus 2 bersak, kvadrat baribir 4 qilamiz. Keyin 4 dan 4 desa, keyin 0. Tamommi? Demak, bizda ikkita holat bor. X ga 2 bersak yoki x ga minus 2 bersak. Deb turib, mana bu yerga x ga qiymatlarni olib kelaman-da, y ga 0 bo'ladigan qiymatlarni topaman. 2 olib kelsam, mana bu yerdan yozay, 4 y ning kvadrati. 2 ni olib kelyapman, 3 ga ko'paytirsam -6 y bo'ladimi? Bu yoqqa olib kelsam plus 2 teng bo'ladi 0 ga. Mana bu 4 ni ko'paytirib olsak, y1 ni qo'shamiz y2 ga, javobimiz chiqsin 6, y1 ni ko'paytiramiz y2 ga, javobimiz chiqsin 8. Necha? y1 2 bilan 4. Endi mana 4 ga bo'lib olsak, y1 chiqadi 1 taqsim 2. y2 chiqadi 1. Mana bu qiymatni olmayman. Nimaga? O'zi savolda aytadi, butun qiymati deganida, butun qiymatga mana bu 1 kiradi. Shuni olamiz. Qaysi? X ga 2 berganimizda. Shuniga hop. Demak, x ga 2 berdik, y-imiz nima chiqdi? Mana yozyapman. Y-imiz 1 chiqdi. Endi x ga -2 olib kelib ishlaymiz. Mana bu yerga yozyapman. 4 y ning kvadrati. Hop, mana bu yerga -2 olib kelaman. Plus 6 x esa kimga olib kelsak -2 teng bo'ladimi 0 ga? Endi buni diskriminantga qo'yadigan bo'lsak, 36 qo'shilgan 4 ko'paytirib 2 bo'ladimi? Necha bo'ladi? 68 bo'ladi. 68 dan qandaydir son chiqmaydi, butun son chiqmaydi. Demak, buni yechim qilib ola olmayman. X -2 deganda. Nimaga? Chiqadigan javoblar, y ning chiqadigan javoblari bo'lmayapti, butun bo'lmayapti. Mana bu qaranglar, sizlar aldab ketyapman, x deyapman. Sizlar ham turibsiz, demak y bo'ladi. X ga qiymat berdik-ku. Demak, x ga 2 berganda, y 1 bo'lganda mana bu qiymatimiz 0 chiqadi. Butun qiymatlarida.
Shu. Keyingi misolga o'tdim. 81 ni ko'ryapman. Ikkita sonning yig'indisi 12 ga teng. Xo'p. Ko'paytmasi 35 ga. Bu sonlarni toping. Просто tenglama qilib, sistema qilib yozishga erinib so'zma-so'z yozgan ekanda. Ya'ni o'zi tenglama tuzib olasin, sistema tuzib olasin deganda. 12 ayro y belgilash x ni o'rniga 12 ayro y ni olib keldim. Ko'paytir y teng 35. Ko'paytirib narigi tomonga yozyapman. Plus 35 teng 0. Qo'shamiz. 12 ko'paytiramiz. 5 bilan 7. Sistema oxirgi paytda o'xshamay ketyapti. Y birimiz 5, Y ikkimiz 7. Shunaqami? Endi x birimiz nima chiqadi? 5 topib kelsak 7, x ikkimiz 5 chiqadi. 7 ni olib olsak 12 dan 7 olsak. Bo'ldimi? Shu. Boshqa variant yo'qmi? 5 u 7 va 7 u 5. So'zma so'z ekanda bu yo'g'a. 84 ni ko'ryapman masalan. Nima deyapti? Ikkita musbat sonning ko'paytmasi deyapti. 21 ga teng. Ikkita musbat son ekan, demak x va y ni musbat bo'lishini isbotlash uchun 0 dan katta qilib tengsiz yozib qo'yishim kerak. 21 ga kvadratlarining yig'indisi 58 ga teng ekan. Bu sonlarni toping. Demak, yechimimiz chiqadi. Ikkita chiqsa kerak, masalan. O'shanda 0 dan kattasini olamiz. Mana buni 2 ga ko'paytirsak 2xy bo'ladi. Keyin bitta sistemani qo'shib olsak, x ning kvadrati plus 2xy plus y ning kvadrati 21 ga 2 ga ko'paytirsak 42, qo'shsak 100. Endi bizda nima chiqyapti? X plus y ning qavs kvadrati teng bo'lyapti 10 ning kvadratiga. Ildizga bersak, kvadrat bilan ketadi-da, to'g'rimi? Ildiz. X plus y teng chiqadi modulda va 10 ga teng chiqadi. Ikkita holatda ochamiz. X plus y imiz teng chiqadi bir marta 10 ga. X plus y imiz bir marta teng chiqadi minus 10 ga. Xo'sh, endi ikkita sistema qilib ishlaymiz. Endi ko'paytmasini sherik qilib olib kelaman. Nechaga teng edi? 21 ga teng edi. Buni sistema yana x y ni olib kelaman. 21 ga tengdir. Bu ham sistema. Ikkita sistema ishlanadi. Mana bu yerga yozyapman, ha. Qo'shsam 10, ko'paytirsam 21. 3 u 7. 3 u 7 deyapmanmi? X 2 desam endi 7 u 3 deyman-da. Shuniki, ha. Birinchi holatniki mana bu yerda, birinchi holatniki. Endi ikkinchi holatniki mana bu. Qo'shsak minus 10, ko'paytirsak 21. Minus 3 u minus 7 mi? Minus 7 u minus 3. Mana 1 bo'lsa, mana ular 2 bo'ladi. Bizda nima bo'ldi? Ikkita musbat sonni gapiryapmiz. Mana ular umuman kirmaydi. Mana bu holat. Demak, javob 3 u 7 va 7 u 3 bo'lishi mumkin. Shu. Tushundikmi? 87 ni ko'ryapman. Xo'sh, 87 da diagonali ildizda 13 ga, diagonali ildizda 13 ga, 106 ga 106 ga teng bo'lgan to'g'ri burchakning perimetrini toping. Mana bu to'g'ri burchak bo'ladigan bo'lsa. Xo'p, diagonali beryapti bizga. Mana bu d teng ekan nimaga? Ildizda 13 ga. Xo'p, bizda keyin yuzasini beryapti buni. Yuza qanday bo'ladi? A ni b ga ko'paytirganimiz bo'ladi. Tomonlarni a b deb tursak, bizdan perimetrini so'rayapti. Perimetr qanday bo'ladi? Diagonalini qaranglar. Mana b ni yozib bu tomondan o'chirib. Pifagor teoremasidan foydalangan holatda a ning kvadrati qo'shilgan b ning kvadrati teng bo'ladi. Buni d ning kvadratiga ham, d ning kvadrati nimaga teng bo'ladi? Ildiz 13 kvadrat, demak 13 ga.
yuzasi a va b ni ko'paytirsak deyapti. Nechaga teng chiqadi? 6 ga teng chiqdi. Sistema ishlab qo'ydi. Endi masofada doim masofalar nima oldi? Musbat olinadi. Mana bu yerda shart kiritib olaylik. A va b lari 0 dan katta son. Mana endi ishlab ketadi. Xo'p, past 2 ga ko'paytirsak, a ning kvadrati plus b ning kvadrati. Yo'q, bunday qilaylik. Sistemani qo'shyapman. Mana bu 2 ga ko'paytirilgan holati. Keyin b ning kvadrati teng 6 kira 12. 6 kira 2. 12 ga qo'shsangiz 25 mi? Xullas a plus b ning qaus kvadrati teng bo'lyapti 5 kvadrati. Ildizga kirgizdik. A plus b modulda chiqdi. Nimaga teng bo'ldi? 5 ga teng bo'ldi. Bir marta a plus b ni 5 ga tenglab ishlayman. Bir marta a plus b ni minus 5 ga tenglab ishlayman. Ana qaranglar-da, masofalar qo'shilsa minus 5 chiqishi mumkinmi? Yo'q, buni olmayman. Debdi x qo'y. Ya'ni yig'indisi 5 chiqishi mumkin deb turib ishlab ketaman. Endi ko'paytmasini mana bu yerda ko'paytmasini olib kelaman. Ishlayman. Nechiga teng? 6 ga teng. Qo'shsam 5, ko'paytirsam 6. 3 bilan 2. A teng 3, B teng 2 desak, endi A teng 2, B teng 3 deyishimiz mumkin. Bizdan nimani so'ragan? Perimetrini so'ragan. Perimetr qanday bo'ladi? 2 qavisda A plus B bo'ladi. Demak, perimetr teng 2 qavisda A ning o'rniga 2, B ning o'rniga 3 olib kelsak, yig'indisi 5 ga teng. Ko'paytmasi 10 ga teng. Demak, perimetr teng ekan 10 ga. Tushundingmi? Tezda o'tgan ko'chirib 3 tagina misolimiz qoldi. Xo'p, 90 da endi shuni yuzasini so'rayapman. Diagonali 2 ildizi 13 ga teng bo'lsa, perimetr 20 ga teng bo'lsa, yuzasini topib bering. Xo'p, demak, tomonlarning kvadratlarining yig'indisi nimaga teng bo'ladi? Diagonalning kvadratiga teng bo'ladi. Shunda 4 kira 13 necha bo'ladi? 52. Kvadratlarning yig'indisi 52 ga teng bo'ladi. Yig'indisi-chi 2 ga ko'paytirilgan 20. Yig'indisining o'zi 10 ga teng bo'ladi, to'g'rimi? Endi shuni nima qilamiz? Sistema qilib ishlaymiz. Xo'p, mana bu a kvadrat plus b kvadrat a plus b ning qaus kvadrati ayru 2ab deb tursak bo'ladimi? Shu 52 ga teng. Bizda yig'indi 10 ga teng. 10 ning kvadrati 100 minus 2ab bilan 52 ni almashtirsak 48. 2 ga bo'lsak ab teng chiqadi 24. Endi yig'indisini yana bitta sherik qilib turib ishlaymiz. Ko'paytirsak 24, qo'shsak 10. 4 bilan 6. Demak, a teng chiqadi 4, b teng chiqadi 6 yoki aksincha. A teng 6, b teng 4 chiqadi. Bizdan yuzasini so'ragan. Ha, yuzasi a ko'paytirilgan b ga teng. Demak, 24 ga teng. Shunga mana ko'paytma 24 ga teng berdik. Demak, ikkinchi mavzuni shu yerda yakunlaymiz. Xo'p. Iqtidorli o'quvchilar uchun berilgan misollar Telegram kanalida havola tashlanadi, lekin YouTube'ga to'g'ridan-to'g'ri joylanmaydi. O'sha yerda Telegram kanalimizda topasizlar bu videoni. Demak, keyingi darslarimizda ko'rishguncha sog' bo'ling.